to'xtalamiz. Urugvay, yaxshi bilasiz, dunyo darajasidagi terma jamoa. Bejiz aytib o'tmadim, 2 karra jahon chempioni, Olimpiya o'yinlari oltin medali sohibi hisoblanadi. Albatta, turli yosh toifalarda Urugvay dunyoga nom taratib bo'lgan. Ammo bu mamlakatda ham hozir avlodlar almashinuvi bo'lyapti. Siz u biz biladigan o'sha Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Forlan kabi yulduz futbolchilari hozir nisbatan kamroq bu yurt vakillarida va mana bu FIFA kunlari uchun Urugvay 17 kishidan iborat tarkibni jalb etgan va bu 17 futbolchi asosan o'sha asosiy tarkib futbolchilari emas. Jamoa liderlariga Marcelo Bielsa dam bergan va masalan o'tgan uchrashuvda Dominikan Respublikasiga qarshi bahsda 5 ta uchrashuv, 5 ta futbolchi o'zining debyutini o'tkazdi. Ya'ni debyutantlarga, yoshlarga mana shu FIFA kunlarida o'rtoqlik o'yinlarida imkoniyat beryapti Marcelo Bielsa. Va albatta bizning tarkibda ham yetarlicha yo'qotishlar bor. O'sha eng asosiy jangovar tarkibimizdan Masharipov yoki bo'lmasa Husanov, Hamrobekov, yana bir qancha futbolchilar ishtirok eta olishmayapti. Shuning uchun qaysidir ma'noda bu borada mana Urugvayda Fedeni kutgandik, yoki Araujo yoki Nunes, ular yo'q. Bizda ham yulduzlar yo'q. Imkoniyatlar teng. To'g'ri, ko'pchilik favorit Urugvay deyapti. Biz bunga qo'shilmaymiz va buni amalda isbotlaydi jamoamiz va futbolchilar. Uchrashuv bosh hakami namoyish etildi. Fikriy Muhammad va bu Marcelo Bielsa. Yevropada bir qancha klublarni boshqargan Janubiy Amerikaning taniqli murabbiylaridan biri, juda qat'iy taktik mutaxassis, o'z g'oyalari bor va o'z g'oyasini singdirishga harakat qilgan. 70 yoshga kirgan, asli argentinalik, Rosarioda tug'ilgan, Newell's Old Boys'da ishlagan va mana uchrashuvga start berildi. U yog'ini endi reportaj davomida gaplashaveramiz va qarang, birinchi daqiqa, birinchi sekundlarning o'zida Urugvay pressing bilan boshlayapti. Bundan albatta chiqib ketamiz va o'zimiz harakat qilib ko'ramiz hujum tashkil etishga. Rustam Ashurmatov ozgina raqibini turtib yubordi. Referi bunda foul ko'rdi. Endi Urugvay xuddi Janubiy Amerikaning barcha lider terma jamoalari singari ancha keskin, agressiv futbol o'ynaydi. Biz ham shunga yarasha javob qaytaramiz. Referi hadeb hushtak chalaversa, o'yin tempiga ham ta'sir qilib qolishi mumkin. Umid qilamizki, bunday bo'lmaydi va endi tezda jamoalar tarkibini sizning e'tiboringizga havola etamiz. O'zbekiston darvozada 12-raqamda Abduvohid Ne'matov, markaziy himoyachilar eng markaziysi bu sxemada. Umarbek Eshmurodov 15-raqamda, mana bizning pressing va Rustamjon Ashurmatov chaproqda 5-raqamda joylashgan. Muhammad Qodir Hamraliyev esa o'ngroqda 2-raqamda. Ana endi qanot himoyachilarga to'xtalamiz. 3-Hoji Akbar Alijonov o'ngda, bilasiz. Sherzod Nasrullayev esa chapda 13-raqamda. Urugvayning hujumi, Umar Eshmurodov to'pni uzoqlashtirdi. Otabek Shukurov markaz tomon tepdi. Bu yerda Eldor Shomurodov yutib chiqdi havodagi kurashni. Hojimat chapda, o'yinda Azg'aniyev ochilyapti. Azg'aniyevga to'p yetkazib berildi. U esa endi to'g'ri qildi bir tomondan. 2-3 ta himoyachi bundan to'pni olib qo'yishardi. Mana bu yerda foul yo'q deb hisobladi hakam. Urugvayda hujum qilish imkoniyati paydo bo'lyapti va darvozamiz tomon zarbani Rustam Ashurmatov o'ziga qabul qildi. Temp yaxshi, tarkibni tanishtirishga berishmayapti jamoalar. Lekin mana bu qo'polliklar yaxshi deya olmaymiz. Xo'p, tayanch zonasiga yetib keldik. Otabek Shukurov albatta bu zonaga asosiy javobgar desak, 7-raqamda Akmal Mazgavoy, uning mana shu so'nggi uchrashuvlardagi sherigiga aylanmoqda, raqami 6. Mana endi hujum chizig'iga o'tishda qiziq variantlar. 3 ta hujumchi desak ham bo'ladi. Aziz G'aniyev asosiy tarkibga qaytdi, 10-raqamda harakat qiladi. O'ngroqda hujumda o'ynaydi. Bugun mana shunday pozitsiya topib berdi unga Fabio Cannavaro. Chapda esa Hojimat Erkinov, raqami 20.
Eldor Shomurodov jamoa sardori, milliy terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purlar 14-raqamda u oldinga chiqarilgan markaziy forvard pozitsiyasini egallagan. Mana hozir kadrda qarang, uchlik sifatida joylashgan. Kerak paytda agar biz gol urib qo'yadigan bo'lsak yoki Urugvay qattiq bosim qiladigan bo'lsa, Aziz G'aniyev markazga tushib yordam beradi. Shu bilan Cannavaro o'zining yangi o'sha transformer taktikasini namoyish etmoqda. Bizning to'p Hamraliyev to'pni maydon tashlab chiqarib yubordi. Marhamat, endi Urugvay tarkibi. Demak, Urugvay terma jamoasi tarkibiga diqqatingizni qaratamiz. Urugvaylik futbolchilarni keling klublari bilan tanishtiraylik, chunki barchasini bizning yigitlarni qaysi klubda to'p surishini yaxshi bilamiz. Hozir esa out, mana shu epizodni kuzatib olgandan so'ng Urugvay terma jamoasi tarkibiga to'xtalishimiz mumkin bo'ladi. Jarima maydonchasi tomon uzatma amalga oshirildi. Urugvay startdanoq erta pressing tashkil etyapti. Himoyamiz oldida bosim o'tkazishga harakat qilmoqda va hozir hushtak chalindi. Demak, Urugvay darvozasida Franco Isroil 12-raqamda himoyachilar, Franco Isroil Torino klubi sharafini himoya qiladi. Himoyachilar chapdan o'ngga sanayman. Marcelo Saracchi 6-raqamda, u Shotlandiyaning Celtic klubi vakili. 3-Niklas Marichal Dinamo Moskva, 2-raqamda Santiago Bueno o'ynaydi. Wolverhampton jamoasi a'zosi, u jamoa sardori. 14-raqamda o'yin qanotda Jose Rodriguez, Vasco da Gama, Braziliya. Yarim himoyachilar Facundo Torres, Palmeiras 21-raqamda, Braziliya. 5-raqamda Emiliano Martinez, u ham Palmeiras. 7 Kevin Amaro, Liverpool, Montevideo. Bu siz bizga ma'lum Liverpool emas, ya'ni Montevideo, Liverpool. 3 nafar hujumchi bor. Juan Sanabria, Atletico San Luis, Braziliya, 18-raqamda o'ynaydi. Federico Viñas 13-raqamda, nayzaning uchi, ya'ni striker pozitsiyasida. Real Oviedo klubi vakili, Ispaniya. 10-raqamda esa Rodrigo Salazar, Braga, Portugaliya. Hozir esa Urugvay hujum tashkil etyapti. O'yin qanot orqali rivojlanadi. Hujum biroz orqaroqqa to'p qoldirildi. Va startdanoq Urugvay faol boshladi, Davron aka. Xuddi shunday Urugvay o'zini favoritdek his etyapti. Shundan foydalanib biz jazolab qo'yishimiz kerak. Endi albatta Urugvay, ayniqsa Bielsa, u detallarigacha hammasini o'rganib chiqqan. Uning uchun ham juda muhim uchrashuv, chunki CONMEBOL mintaqasida saralash bahslari tugagan. Bu yog'iga faqat o'rtoqlik uchrashuvlari, ularni esa foyda bilan o'tkazish uchun yoki rotatsiya qiladi yoki bo'lmasa rasmiy o'yin tempida o'tkazish kerak. Mana bugun, ya'ni bu yig'inda rotatsiya qilyapti. Plus mana bu rotatsiyadagilarga rasmiy o'yin kayfiyatini bag'ishlay olish kerak. O'zbekiston haqida ma'lumot bergan. Bu terma jamoa Osiyoda birinchilardan bo'lib Jahon chempionati yo'llanmasini to'g'ridan-to'g'ri qo'lga kiritgani, bu terma jamoa oxirgi yillarda o'sha o'sishga erishgani, Kamerun, Meksika, AQSh, Shvetsiya kabi terma jamoalar bilan ancha yaxshi o'yin ko'rsatgani, kim bilandir g'alaba, to'g'ri mag'lubiyatlar ham bo'ldi, lekin oxirgi paytlarda o'sha yaqqol ochiqchasiga kimgadir yutqazib qo'yayotganimiz yo'q. Har holda kurash, yutqazsak ham kurash bilan yutqazyapmiz. Mana shu jamoa haqida, ya'ni bizning jamoa haqida yetarlicha Bielsa ma'lumotga ega. Chunki hujum uchrashuvdan oldin boshlangan o'sha stadion masalasi, Shomurodov Hojimat Erkinovni hujumga boshlamoqchi bo'ldi. Stadion masalasida bahs bo'ldi. O'sha Fede Araujolar kelmagandan keyin, yulduzlar kelmagach, muxlislar kamligi ma'lum bo'ldi. Shundan foydalanib Urugvay taraf maydon chimiga e'tiroz bildirdi. Hozir Hojimat Erkinovning hujumini tomosha qilamiz. Chap qanotdan start oldi, ofsayd yo'q. O'girilib olishga imkon bor. O'girildi, fint ishlatdi. Sheriklari ochilishini kutyapti. Bitta himoyachiga qarshi 1-1, ammo o'sha himoyachi to'pni uzoqlashtirishga erishdi. Otabek Shukurov ikkinchi taym bag'ishlashi mumkin, lekin shoshishmayapti yigitlar. Demak, o'sha maydonning chimi borasida bahs yuzaga kelganda biznikilar bo'sh kelishmadi. Fabio Cannavaro qat'iy turib oldi. Yo'q, bizga Angjibat deyildimi, Nevakka deyildimi, shu yerda o'ynaymiz deb turib oldi. Juda yaxshi ish qildi Aziz G'aniyevning birinchi zarbasi. Va biz mana shu stadionda qoldik. Bu juda ham to'g'ri yo'l. Agar o'sha ko'nganimizda Urugvay hozir 0-0 hisobi tabloda ko'rinib tursa ham 1-0 hisobida oldinda borayotgan bo'lardi. Hozircha esa bo'sh kelish yo'q. Hisob bo'yicha ham, bahslar bo'yicha ham. Endi albatta bu unaqangi bir tortishuvli holatda hal qilinmaydi. Diplomatik muzokaralar olib boriladi. Faqat shunga chiroyli qilib yo'q deyiladi. Tamom.
O'yindan avval o'sha Urugvay mahalliy nashrlaridan ham ba'zi manbalarni o'rganib chiqdim va u yerda O'zbekiston ancha jiddiy raqib sifatida ko'rilgan. Hattoki o'sha Meksika bilan 3-3 o'yindan keyin O'zbekiston terma jamoasi bor yo'g'i 2 marotaba yutqazganligi, ulardan birida o'sha ekstra taymlarda masala hal bo'lganligi inobatga olingan va O'zbekiston bugungi kunda tom ma'noda futbolni rivojlanayotgan mamlakat sifatida e'tirof etilgan. Va o'yindan oldingi matbuot anjumanida ham Marcelo Saracchi Dominikan Respublikasiga qaraganda O'zbekiston jismonan kuchli va ancha dinamik o'yin ko'rsatadi deb maqtab o'tdi. Buni rostdan amalda ham isbotlashimiz kerak. Oldingi chiziqda uzatma, Urugvayda yaxshi vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Yaxshi. Alijonov zo'r o'ynadi. Abduvohid Ne'matov uzoqlashtiryapti. Va Kannavarro to'p nazoratiga intiladi. To'qnashuv bo'ldi mana bu yerda, lekin hakam o'ynash kerak deyapti. Mazgavoy esa o'rnidan turishga shoshilmayapti. Abbos Fayzullayev yig'in davomida jarohat oldi. Yusupovning jarohati, endi shu jarrohlik amaliyoti bu haqda bilasiz. Boya yana bir qancha liderlar yo'q deb aytib o'tdim. Endi yo'l-yo'lakay yana gaplashaveramiz. Xavfli o'ynagan ekan urugvaylik futbolchi, oyog'ini tik holatda yo'naltirdi Mazgavoyning oyog'i himoyalanmagan nuqtasiga. Referi bu yerda foul ko'rgani yo'q. Mazgavoy o'yinni davom ettirishiga umid qilamiz. Hozircha lekin o'rnidan turishga shoshilmayapti. Fabio Cannavaro ortida yordamchisi va jamoa menejeri Shohruz Adjayev, Marcelo Bielsa sekin-sekin mana shu pauzadan foydalanib o'yin ishtirokchilari ekranda paydo bo'lyapti. 3 ta yordamchisi bilan keldi. Hammasi Italiya A seriyasi klublarida ishlagan, keyinchalik Cannavaro bilan birgalikda ozgina Osiyo futbolida ham tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar, yaxshi mutaxassislar, tajribali va ularga hozirgi kunda Timur Kapadze va Katanisning jamoasida bo'lgan Martin Magister yordam berishyapti. Mana shunday jamoa yo'l olgan Malayziyaga, umuman oktyabr oyi yig'inlarini shunday jamoa o'tkazyapti. Va kattagina guruh muxlislar ham Malayziyaga yetib kelishgan. Mana u tribunalarda asosan o'zbekistonliklar, mahalliy muxlislar va balki ozgina Urugvay muxlislari ham bordir. Hozircha bizga namoyish etilgani yo'q. Albatta, O'zbekistonda hayqirishmoqda stadionda. Hamkasblarimiz ham yo'l olishgan, balki translyatsiya mobaynida ularni ham namoyish etib qolishar. Va hozircha 10 daqiqa ortda qoldi. Yomon taassurot qoldirmayapti futbolchilarimiz. Hozir Eldor Shomurodovda yaxshi imkoniyatga kelishi mumkin edi. Darvozabon Franko Isroil o'z vaqtida to'pga chiqib keldi. Yosh Franko Isroil sekin-astalik bilan mana hozir himoyachi Shomurodovga uzoq masofaga pas berdi. Bu narsa birinchi uchrashuvda ham amalga oshirilganda Cannavaro aytdiki, Eldor o'sha biz tayyorlab qo'ygan uy vazifasi bo'lgan hujum orqali gol urdi deb, hozir ham shu narsani yigitlar amalga oshirishga urinib ko'rishdi. Ashurmatovning pasidan keyin gol urdi. Va Urugvay bu masalada bizga qulay raqib, ya'ni Urugvay ham bugun endi juda himoyaga yotib olmaydi-yu. Eldor chiziqdan start olishi mumkin, qochib ketishga bo'sh zonalari bo'lishi mumkin. Bu esa Eldorning eng qulay muhiti deylik, bo'sh zonalar. U zich himoyaga qarshi juda yomon ko'radi o'ynashni. O'ynaydi, lekin yaxshiroq o'zini namoyish etishi uchun ozgina bo'shliq kerak. Urugvay vakillari Santiago Bueno Urugvay terma jamoasi tarkibida o'sha aytdik-ku, start avlodlar almashinuvini boshdan o'tkazyapti-da. Oxirgi o'yinlarda ancha yaxshi taassurot qoldirdi, lekin bir og'ir davr bo'ldi Urugvay futbolida. Ketma-ket o'nlab o'yinda g'alaba qozona olmadi jamoa va oxirgi 4 o'yinda esa faqat g'alaba qozonyapti. Hozir esa Urugvay hujum tashkil etayotgan bo'lishimiz kerak. Ichkariga uzatma amalga oshirildi. Yaxshi, to'p biroz uzoqlashdi, lekin to'laligicha hali xavf bartaraf etilgani yo'q. Yopish kerak va aniq bormadi. Erkinov. Kerak emas bizga hozir bu kadr va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Endi albatta bu hali tendensiyaga aylangani yo'q. Urugvayning bir 3 tacha hujumi taxminan bir xil yo'nalishda tashkil etildi. Qanotdan uzatmalar, mana bu ham aslida uzatma edi.
zarbaga o'xshasa ham shunchaki Torresning oyog'idan sirpanib yo'nalishni o'zgartirib yubordi to'p. Va buni ham o'ylaymanki Cannavaro va yordamchilari inobatga olib qo'yish. Bir qancha shu yo'nalishlarda baribir Fabio Cannavaro o'zining tuzatishlarini kirityapti. Har bir murabbiyning uslubi bo'ladi. Hozirdan bu yig'indan Cannavaro jamoasi ishga shoshilmay turibmiz, lekin baribir xorijlik murabbiylar tartib birinchi navbatda maydon tashqarisidagi tartib masalasida o'zining odatlari bor. Kuperning ham o'zining odatlari bor edi, Katanisning o'zining, bizning mahalliy murabbiylarning o'z intizom borasidagi talablari bor futbolchilarga. Tabiiyki, Cannavaro ham shu masalalarda ishni boshlab yuborgan. Mana Hamrali, mana o'sha long ball yana shu narsani shaxsan men sezdimki, o'sha Cannavaro ko'paytirdi. Himoyachilar darhol Shomurodov tomonga uzatma qilayotganini ikkala uchrashuvda ham ko'ryapmiz. Va yana bir narsani o'zi aytdi, ya'ni mening uslubim va men talab qiladigan narsa to'p nazorati. Futbolchilarim to'psiz otdek yugurishini xohlamayman deb. Men to'g'ri, Urugvaydagi raqib bilan bunga erishish oson bo'lmaydi, ayniqsa Bielsa shu falsafani o'zi ilgari suradi. Biz harakat qilamiz Bielsaga qarshi uning uslubi bilan javob qaytarishga. Ha, aynan Urugvayga qarshi o'yindan oldin matbuot anjumanida ham qaratdi. Cannavaro to'p nazoratiga e'tibor qaratish kerakligini. Chunki Urugvaydek jamoaga to'p bilan muomala qilish imkoniyatini berib qo'ysangiz, oxiri yaxshilik bilan tugamaydi deb izohladi. Hozir yiqildi Urugvay futbolchisi. To'p uzoqlashtirilyapti. Ashurmatov ortga pas. Abduvohid Ne'matov. Muhammadqodir Hamraliyev ochiq. Oldinga chorlashga harakat qilyapti Ne'matov raqiblarni. Lekin urugvaylik futbolchilar ham oldinga o'tkisi kelmayapti. Eshmurodov, Marbek Eshmurodov, Muhammadqodir Hamraliyev yaxshi vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Hojiakbar Alijonov yana ortga to'pni qaytaramiz. Markaz sari uzatma. Mana o'sha to'p nazoratiga endi mana sekin-sekin formaga qaytyapti. Jarohatidan keyin tuzalib yo'l-yo'liga mana shu terma jamoada ham ancha jismonan tiklanib bor. Pas to'p Urugvayda. Uzr so'rayapti Otabek. Ushbu uzatma uchun va futbolchilarning mana bu forma ancha terlaganini ko'rsatib turibdi. Endi Malayziyadagi tropik iqlim o'rganib olishgan 3-4 yildan beri jamoa shu yerda mashg'ulotlar o'tkazgan. Havo harorati 29 daraja ekan ayni damda va namlik 79% ni tashkil etyapti. Issiq. Hozir esa Urugvayning navbatdagi hujumini ko'rishimiz mumkin. Yaxshi, Hojiakbar Alijonov uzoqlashtirdi, lekin to'laligicha emas. Ehtiyot bo'lish kerak. Issiqdan ko'ra dim. 70 dan ortiq foiz namlik. Issiqxonaning ichida yurganday bo'ladi-da. Taxminan shunday. Endi biz Osiyo mamlakatlarida ko'pincha bunday havoga duch kelamiz, shuning uchun bu narsa bir qanaqadir to'sqinlik qilish kerak emas. Urugvay to'pni yo'qotdi, bizning futbolchilar qabul qilib olishdi. Alijonov fint ishlatishga harakat qilib ko'rdi. Out. Hozircha tengma-teng o'yin. Boshida biroz Urugvay hujumda faolroq harakat qildi, lekin yaqqol golli vaziyat hali hech kimda yuzaga kelgani yo'q. Yon chiziqdan to'p o'yinga kiritildi. Shomurodov. Eldor Shomurodov bosim o'tkazishga harakat qilib ko'radi. Shoma qochdimi? Qochdi. Ozgina to'pni to'xtatish xatoga yo'l qo'ydi. Alijonov kurashni davom ettirgan edi. Out bizniki. Outdan yana vakillarimiz to'pni o'yinga kiritib berishadi. Hozircha yaxshi, oxirgi 5 daqiqalikda to'p nazoratiga ham intilyapmiz va buni hozir menimcha ustunlik ham qilyapmiz. Oxirgi 5 daqiqalikda Hojiakbar Alijonov variant izlayapti. To'p yetkazildi. Eldor Shomurodov tanasi bilan to'pni nazorat qilyapti Shouman, lekin uzoqlashtirdi himoyachilar.
Bu yerda Eshmurodov bor. Bir o'zing deb sheriklar aytib o'tishdi. Ashurmatov uzoq masofaga pas bermoqchi edi. Urugvaylik futbolchi yo'lini to'sdi, to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Bu Salazar, Braga, Portugaliya. Va mana Italiya seriyasi, Angliya Premyer Ligasi, Shotlandiya, Portugaliya, Ispaniya segundasi, mana shunday klublardan va albatta Janubiy Amerikadan, Urugvay klublaridan ham futbolchilar bor. Otabek Shukurov yaqinda Banias klubi bilan shartnoma imzoladi. Ungacha esa erkin agent sifatida erkin agent edi ungacha va hali u ham to'la o'zini o'sha optimal sport formasiga qaytib olgani yo'q menimcha. Sekin-astalik bilan bu yog'iga Otabek Shukurov ham o'zining optimal formasini tiklab olishi tarafdorimiz, chunki jahon chempionatiga adashmasam 8 oy vaqt qolyapti. Juda kam muddat bu. Akmal Mazgavoy uzatma amalga oshirildi. Bu yerda Otabek Shukurov bor edi, lekin to'pga yeta olmadi Shukurov. Urugvay bugungi kunda o'z yulduzlariga ega. Abdurashid boya aytdi, misol uchun ma'lum bir darajadagi yulduzli avlod kelayotgan bo'lishi mumkin, lekin Urugvay shunday mamlakat, o'sha Argentinalar qatorida doimiy ravishda talantlar yetishib chiqadi va bugungi kundagi liderlar Fede Valverde, Real Madrid, Ronald Araujo, Barcelona, Manuel Ugarte, Manchester United, Rodrigo Bentancur, Tottenham, Matias Oliveira, Napoli, Jose Maria Jimenez, Atletico Madrid va albatta Darwin Núñez, hozirgi kunda Al Hilolga o'tgan, u ham Liverpoolda o'ynayotgandi. Yana bir qancha yulduzlarni sanab o'tishimiz mumkin. Jahon chempionatida baribir har doim Urugvay raqobatli bo'lib oladi. Saralash qanday o'tishidan qat'iy nazar yutish qiyin bu jamoani. Murakkab jamoa hisoblanadi. Agressiv, o'sha atletik futbol namoyish etadi, ya'ni maydonning har bir qismida kurash taklif etadi. Ba'zida qo'polroq o'ynaydi, qaysidir ma'noda o'sha Atletico Madridni ham eslatib yuboradi usluban. Qaysi murabbiy boshqarishiga ham bog'liq. Hojiakbar Alijonov va bu yerda Hojimat Erkinov qochishga imkoniyati bor, darvozabon birinchi bo'lib chiqib kelyapti bu to'pga. Yana o'sha sun'iy ofsaydda jamoamiz raqibni ushlashga harakat qildi. Menimcha bunga erishdi ham. Bayroq ko'tarildimi yo'qmi bilmadim. To'p Urugvaydaligi uchun o'yin davom ettirilmoqda. Rostdan o'sha jahon chempionatiga yaqin bu jamoa raqobatbardosh jamoaga aylanib boradi har safar. Mana oxirgi 14 o'yiniga e'tibor qaratilgan bo'lsak, bor yo'g'i 4 ta uchrashuvda g'alaba qozongan jamoa va mana shu 4 ta uchrashuv oxirgi o'yinlarga to'g'ri kelyapti. Undan oldin biroz muammoli davrni boshdan o'tkazdi. Paragvay, Boliviya kabi jamoalarga yutqazib qo'ydi. Hozir Urugvayda imkoniyat, zarba yo'llandi. Yaxshiyamki noaniq chiqyapti. Lekin mana shunaqa muammoli davrlarda ham Braziliya, Argentina kabi jamoalar uchun doim bosh og'riq bo'lib keladi. Masalan, Braziliya 2021-yildan beri Urugvayni mag'lub eta olmayapti. Oxirgi 3 o'yinda Urugvay yulduzli Braziliyani mag'lub etdi. Bor ekan Vinyasda pushkasi. Noaniq, ammo lekin Valverdenikiga o'xshashmi? Mashhur cho'kkalab o'tirib olish uslubini hali ko'rmadik Bielsadan. Ortga to'p qaytarilyapti. Stul qo'yib berish kerak. Bielsa uchun maxsus cho'kkalamaslik uchun. Tashkilotchilar shu masalani ham o'rganib chiqishib qoldi. Santiago Buena. Emiliano Martinezga to'p yetkazilyapti. Martinez chaproqqa, yanada chaproqqa ko'chadi hujum. Torres ortga. Yana jamoa sardoriga to'p yetkazilmoqda. Urugvayning xavfli hujumi bo'lishi mumkin edi. Yaxshi, to'p maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Sherzod Nasrullayev yaxshi o'ynadi. 7-8 oy qolyapti jahon chempionatigacha. Misol uchun endi asosiy yulduzlarimizni tabiiyki Cannavaro va yordamchilari o'rganish osonroq. Mana bu yig'in ham foydali bo'layapti. Yaqin
zaxiradagilar ham bor bu yerda, bir qancha futbolchilar ularni o'yin uslubi, xarakterini o'rganib chiqadi. Va bu o'yinda reyting ballari ham muhim. Qur'a tashlash marosimi borasida va umuman reytingimiz ko'tarilsa, yoqimli Urugvayning yoqimli boshqa tomondan biz ham o'sha mundial rejimiga sekin-sekin o'tamiz. Mundial rejimidagi o'rtoqlik uchrashuvi. Yana bitta hujum, yana qanotdan uzatma, yana shu kombinatsiyani urugvayliklar amalga oshirishdi va rikoshet holatida to'p Abduvohid Ne'matovning qo'liga kelib tushmoqda. Nasaf klubi darvozaboni sekin to'pni o'ziga bo'ysundirib oldi. Ikkita o'yinda asosiy tarkibda Abduvohid tushirilyapti. Tanlov bor, zaxirada tanlov bor. Botir Ali Ergashev, Vladimir Nazarov, O'tkir Yusupov yo'qligida asosiy tarkib uchun kurash olib borishyapti. Endi Ne'matov terma jamoa tajribasi ko'proq, unda baribir aynan milliy terma jamoa tajribasi va Ne'matov hozir xalqaro o'yinlarda ham qatnashyapti Nasaf tarkibida. Shuning uchun ham tanlov aynan Ne'matovga borib taqalgan bo'lishi kerak. Taymning yarmidan o'tdik. Urugvayda navbatdagi hujum, Nasrullayev yo'nalishni yopishi kerak va uzatma ham biroz kuchliroq chiqqan ekan. Urugvay futbolchisi Kevin Amaro to'pga yeta olmadi. Adashmasam O'tkir Yusupov jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bu haqda ma'lumot berdi. Hozirgi kunda hammasi o'sha eng yuqori saviyali shifokorlar nazorati ostida o'tyapti. Tezda qaytishini kutib qolamiz. Chunki tan olish kerak, bu jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishda O'tkir Yusupovning hissasi juda ham katta bo'ldi. Uning seyvlari ham oxirgi o'yin ham undan oldingi penaltilarda bir tarixiy natija kelib chiqishiga sabab. Hozir esa O'zbekiston to'p bilan Eshmurodov maydon markazi orqali o'ynadi. Otabek Shukurov sherik ochilishni kutyapti. Hojimat Erkinov hozir juda yaxshi formada, ketma-ket uchrashuvlarda golli vaziyatlar yuzaga keltiryapti. O'zi ham darvozalarni ishg'ol qilyapti. Hamraliyev hujumga qo'shildi. O'zi ham tepishi mumkin, pas berishi ham mumkin. Pas berishni tanladi. G'aniyev kombinatsiya va o'tib ketyapti Hojimat Erkinov. Pas yuqoridan qani mana Nasrullayev uni oyog'iga to'g'rilaydimi? Yo'q, bermadi. Urugvaylik himoyachi yopdi. Va yana qanotdan bizda uzatma, G'aniyev kurash olib bordi. Hamraliyev yordamga yetib keldi. Yana hech kim yo'q. Mana shu joyda ikkinchi qavatni boy beryapmiz-da. Aks holda ikkita hujumimiz xavfli ko'rinishga ega bo'lishi mumkin edi. Chiroyli tarzda tashkil etildi hujum. Zo'r kombinatsiya, ayniqsa birinchisida. Va hozir yon chiziqdan to'p o'yinga kiritib berilishi kerak. Mana Timur Kapadze, Fabio Cannavaro tandem. Yon chiziqdan to'p tashlab berildi. Eldor Shomurodov o'z yordamini taklif etdi. Va yana out bizning foydamizga. Endi bu safar uzoq masofaga to'pni uloqtirishi mumkinmi? Yo'q. Yana yaqin masofaga pas. Bu yerdan yordamga Hamraliyev chiqib kelyapti. Yaxshi uzatma. Biroz to'p to'xtatishdagi xato va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Pas uchun rahmat deyapti. Bitta like Hamraliyevga. Pasga ega himoyachi yetishib chiqayotgani xursand qiladi. Shu birinchi pas juda muhim. Hozirgi kundagi himoyachilarda funksiyalar o'zgaryapti futbolda. Faqat o'zini funksional vazifasini bajarayotganlar zo'r bo'lishi mumkin, lekin tanlashda yana bitta bonusli himoyachi tanlanishi mumkin misol keyincha. Va O'zbekiston oxirgi 3 uchrashuvdan beri gol o'tkazib yubormayapti. Qirg'iziston 4-0 hisobda mag'lub etildi, Eron 1-0 va Kuvaytni 2-0 hisobda taslim etganmiz. O'zi aynan mana shu himoyamiz ham ancha iliq fikrlarni qabul qilib oldi. Yevropa matbuotida ham, turfa matbuotlarni o'sha Urugvayniki o'yindan avval sharh jarayonida tanishib chiqdi. Himoyani aynan maqtashgan. Va himoyamiz bugun ham nasib etsa darvozamiz daxlsizligini saqlab qolishga muvaffaq bo'ladi. Katanis ham kelganda birinchi navbatda jamoa himoyani kuchaytirish kerakligiga urg'u bergandi va mana bora-bora qaysidir ma'noda bu ham
katta rol o'ynadi. Hujumimiz yulduzli futbolchilardan iborat. Tanlov bor hujumda. Hattoki mana bir nechta liderlar jarohat olgan bo'lsa ham, ularning o'rniga maydonga tushganlar darajani tushirib yuborayotganlari yo'q. Ayniqsa mana bugungi kunda Hojimat Erkinov anchagina formaga tushib olgan, tushunib turibdiki, keyin Jahon chempionati uchun juda qattiq raqobat bo'ladi. Hozir unga berildi shu imkoniyat. Hozir u daqiqalari bor, keyin bo'lmasligi mumkin. Kep oldinga deyapti. Ikkita Sardor, yonma-yon, Santiago hamda Shomurodov. Oldingi chiziqqa to'p yetkazilyapti. Rostdan ko'p uchrayapti. Aynan himoyadan hujumga long bollar, uzoq masofaga berilayotgan uzatmalar. Va o'tgan uchrashuvda bu uslub ish berganini ham ko'rdik. To'xtalish yuzaga kelyapti o'yinda. Uzoq davom etmagan pauzadan so'ng to'p tashlab berildi. Abduvohid Ne'matov uni qabul qilib oldi. Mana 10 daqiqa Urugvay bosim qildi. Hozir mana shu oxirgi 15 daqiqada O'zbekiston terma jamoasi to'p nazoratini qo'lga oldi. Urugvayga qarshi to'p nazoratini qo'lga oldik va Cannavaro qaysidir ma'noda o'z aytgan so'zlarini amalda tasdiqlayapti. Yana bitta hujumga urinish. Bu yerda Mazgavoy qo'shildi jarayonga. To'pni shu yerning o'zida olib qo'yishga harakat qildik. Olib qo'ydik. Eshmurodov, Ne'matov shoshma deyapti, shoshma. Hamma joy-joyini egallab olsin. Kimdir to'p so'raganda darhol. Eshmurodov tepaga chiqyapti. Yonida hech kim yo'q bo'lgani uchun ma'lum bir masofani o'zi bosib o'tdi. Shomurodov bilan o'ynadi. Hujumning boshlanish qismi Otabek Shukurov qanotga, Hamraliyevdan noaniq pas bu safar. Va o'zi xatosini to'g'rilab ketdi. Azizjon G'aniyev markazga, mana shu yerda nimadir o'ylab topsa bo'ladi. G'aniyev kutyapti qanot ochilishini. Nasrullayev ochilib kirgandi. Hozir Nasrullayevning imkoni tushunarli berdi. Nima qilmoqchi bo'lgani? Hojimat Erkinovni tezlikda oldinga tashlamoqchi edi, biroq himoyachilar o'qiy olishdi buni. Lekin asta-sekinlik bilan hujumlarimiz soni ham ortib boryapti. Xavflilashib ham boryapti. Yaxshi bu. Franco Isroil Urugvay terma jamoasi darvozaboni. Bu safar u asosiy tarkibga kiritilgan. O'tgan bahsda boshqa bir debyutant terma jamoadagi ilk o'yinini o'tkazgandi. Franco Isroil Tarinoda ham asosiy darvozabonga aylanib bo'lgan. Ancha iste'dodli posbon. Fernando Musleraga uni taqqoslashyapti. Hozir esa burchak zarbasi. Yarim soat o'ynashdi jamoalar. Mana Marcelo Bielsa. Ehtiyot bo'lish kerak. Rodrigo Salazar, Braga futbolchisi mana shu kornerni ijro etib beradi. Jarima maydonchasi tomon uzatma, xavfli vaziyat. Yaxshi, to'p hech kimga tegmagan holatda maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Va Abduvohid Ne'matov uni endi o'yinga kiritib beradi. Mana o'sha bu stulmas ekan. Muzlatgichni moslashtirib olish. Menimcha qanoat hosil qilmayapti Bielsa. Tashkilotchilarni boya ortiqcha maqtab yuboribman. Malayziya o'zi Xitoy kompaniyasi tashkil etgan. Bielsaga o'sha fotosuratchilarning maxsus o'rindiqlari bor, o'zlari bilan olib yuradigan. Shundan olib qo'yib bersa bo'ladi. Cooling break yuzaga kelyapti menimcha. Issiq havo harorati. Futbolchilar biroz nafas rostlab olishlari kerak, suv ichib olishlari. Alisher Aripov, Ahmadjon yordamchilari, Davron Ahmedov, tarjimon. Bu ham italyan tilini ham mukammallashtiryapti, o'rganyapti. Plus endi Real Madridda o'ynagan Fabio Cannavaro ispan tilini mukammal bilar ekan. Menga ispan tilida ham gaplashish qulay deb turib, ikkita tilda xullas muloqot olib borishyapti. Yordamchilari bilan italyan tilida.
Va Eldor Shomurodov menimcha bemalol muloqot qilyapti Cannavaro bilan. Italyan tilini biladi Shomurodov. O'yin highlights'a taqdim etib berilyapti. Bu olis masofadan yo'llangan zarba. O'zi shundan boshqa juda bir jiddiy vaziyat yaratmadi hozircha Urugvay ham. Ikki bor o'ynaganmiz shu bugunga qadar Urugvay bilan va har ikkisida 3-0 hisobda imkoniyatni boy berganmiz. Bu haqda aytib ham o'tildi o'zi. Ikkisi ham o'rtoqlik uchrashuvi bo'lgan, lekin unda O'zbekiston Jahon chempionati ishtirokchisi maqomi ostida o'ynamagandi Urugvayga qarshi. Mana endi rostdan O'zbekiston futboli o'sdi, Jahon chempionatiga chiqdik. Bo'lib ham o'sha birinchilardan bo'lib va nasib etsa Jahon chempionatidagi o'sha sensatsiya yaratadigan terma jamoalardan biriga aylanamiz. Endi nomma-nom ham aytib ketay, baribir ularni ham tanib olaylik. Cannavaroning yordamchilari Eugenio Albarella 65-yilda Neapolda tug'ilgan, Juventusda ishlagan. Alberto Zaccheroni afsonaviy murabbiy bilan birga ishlagan va Yaponiya terma jamoasi Osiyo Kubogi g'olib bo'lganda Alberto Zaccheronining yordamchisi bo'ldi. Shu ham muhim fakt deb o'ylayman. Ya'ni Osiyo futbolini yaqindan biladi, Osiyo futboliga yutuqqa erishgan mutaxassis. Troyse Francesco 1972-yilda tug'ilgan. U ham Neapoldan. Napoli yoshlar jamoasida ishlagan, Potenza, Casselle jamoalarida faoliyat olib borgan. Keyin Kiyevo, Watford va Osiyo futbolida Cannavaro bilan birgalikda Nasr, Guangzhou, Benevento, Italiyaga qaytishgan. Benevento, Udinese klublarida ishlagan. Va Antonio Chimenti 1970-yilda tug'ilgan, Bari shahridan. U Juventus yoshlar jamoasida faoliyat olib borgan, keyin esa Monza, Salernitano, Roma, Lecce, Cagliari, Udinese, Italiyaning juda ko'p jamoalarida ishlab, keyin Osiyo futbolida ham ozgina tajribaga ega. Urugvay futbolchilari to'p bilan chap qanotga uzatma. Bu yerda Sanabria bor ortga. Kezi kelganda hujumga o'tyapmiz va Urugvay to'p nazoratiga ega bo'lganda barcha o'z yarim maydonimizga qaytib mudofaaga e'tibor qaratyapti. Ha, va mana bu pauza bizga uncha foyda bermadi deyishimiz mumkin. Qaytanga Urugvay to'pni egallab oldi. Ungacha deyarli to'p bermayotgandik. Hozir esa nazorat sekin-sekin raqiblarimizga o'tyapti. To'xtatdi Hoji Akbar. Va xatoga yo'l qo'yishga majbur etishyapti futbolchilarimiz. Tezda pressing tashkil etib, qani bizga umumiy kadr desa to'pni oldirib qo'yishga ham ulgurdik. Azizjon G'aniyev kurashga kirishdi. Hojimat Erkinov yordamga yetib keldi. Eldor Shomurodov lekin chiqib ketyapti. Baribir klass bordi, qarang. Bosim ostidan chiqib ketishi Urugvayning. Ne'matov. Abduvohid Ne'matov darvozadan turib juda ko'p hollarda nazorat qilishga harakat qiladi. O'sha himoya chizig'ini Shunday qilishi shart o'zi zamonaviy darvozabonlar. Bu orqali himoyachilarni harakatini muvofiqlashtirib turadi. Mana Shomurodovning jahli chiqyapti. Tezroq o'yinga to'pni kiritish kerakligini so'rayapti menimcha. Himoya markazidagi yetakchilarimiz yo'q qolaversa bunda yana long ball qarang Hamraliyevdan va afsuski Aliqulov, Abduqodir Husanov ularning yo'qligida baribir darvozabonni ham o'rni muhim.
Urugvayning navbatdagi hujumi yaxshi. Shu yerda to'pni egallab oldik, lekin yana Janubiy Amerikaliklar to'pni qaytarib olishdi. Endi Ne'matov Hamraliyev bilan Olimpiya terma jamoasida uzoq muddat birgalikda o'ynagan. Ne'matov Umar Eshmurodov bilan Nasafda birgalikda harakat qiladi. Juda bilmaydigan o'yinchilari ham emas, bittagina o'sha Ashurmatov bilan ba'zida terma jamoada ishlab turadi. Endi darvozabonlar mashg'ulot payt deylik alohida shug'ullanishadi. Ikki tomonlama o'ynashsa, jamoa bo'linib, mana shu paytda o'zaro shunday harakat qilish mumkin. Hozir esa Urugvayning hujumini tomosha qilamiz. Maydon markazidan boshlanyapti, oldinga intilyapti Emiliano, chapga uzatib berdi Sanabria. Qabul qildi, to'xtatdi, fint ishlata olmadi, chunki bu yerda Azizjon G'aniyev zonani yopishga qaytdi va yordam berdi. Ancha muddat sabr qildi Aziz G'aniyev, terma jamoaga chaqirilmagan payt doimiy ravishda har qachon chaqirishsa tayyorman degan fikrni bildirardi. Mana imkon berildi, harakat qilyapti. Va har safar o'sha asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rsatilgan. Shomurodov ozgina ulgurmay qoldi to'pni qabul qilishga. Mazgavur himoyachi ilgarilab ketdi desak to'g'riroq bo'ladi. Yana Shomurodov kurashga kirishdi. Shukurov markazni boy berishi yo'q. Markaz uchun jang. Maydon markazini egallagan o'yinni boshqaradi degan edi bir taniqli murabbiy. To'pni boshqargan o'yinni boshqaradi degan edi boshqasi. Bunaqangi iboralar juda ko'p. Har o'yinning har bir vaziyati uchun mos keladigani bor. 40-daqiqa, darvozalar tomon hali aniq zarba berilmadi adashmasam. Ikkala tomondan. Bitta Ne'matov qaytardi, lekin u ham juda kuchli zarba emas edi. Ha, hozir esa Hojimat Erkinov to'pni egallab olyapti. Erkinov unga qarshi 4 nafar futbolchi. Erkinov o'tdi, uzatma va to'p maydon tashqarisiga chiqarib yuborilyapti. Erkinovning uslubi yo'nalishni keskin o'zgartiradi, shu orqali chalg'itadi raqiblarini va birga bir yuzma-yuz chiqishdan cho'chimaydi. Fintmi ishlatmoqchi bo'ladi. Tezligi ham kuchli. Tezligi ham bor. Lekin ko'proq o'sha yo'nalish o'zgartirib, zigzag uslubidagi yugurishlari bilan chalg'itib tashlaydi. Burchak zarbasi deyarli bir taym ortda qoldi va hozircha tengma-teng kurashyapmiz Urugvayga qarshi. Birinchi taym ko'p narsani ko'rsatib beradi, chunki ikkinchi bo'limda boshlanadi baribir rotatsiya, almashtirishlar, tarkib o'zgarib ketishi mumkin. Mana uy vazifasi tayyorlangan nimadir ko'rsatilyapti. 2. Buni biz bilmaymiz, murabbiy va futbolchilar biladi. 2. Demak, bir reja bo'lishi mumkin. Azizjon G'aniyev buni tushundi. Ichkaridagilar ham tushungan bo'lishi kerak. Mana uzatma va zarba ekani bu 2. Zarbami bu? Menimcha zarbaga o'xshadi. Darvozabon qiyinchilik bilan qaytardi va hozir mana bu yerda to'pni bermasligimiz zarur. Zarba, chiziqcha uzatma. Qarshi hujum qabul qilyapmiz. Gol qabul qilmasak bo'ldi. Yaxshi. Qabul qilmadik. Amaro, mana buni aytish mumkinki, uchrashuvdagi eng xavfli vaziyat va bunisini endi aniq zarba qatoriga qo'shsak bo'ladi. Boyiga endi juda bir xavfli chiqmagandi, bu xavfli. Qarshi hujum baribir yana jahon darajasi. Pauzani ushlaganini qarang. Kevin Yohan Amaro so'nggi himoyachimiz bilan bir chiziqda turib keyin start olyapti. Ofsayd bo'lishi ham mumkin, ammo shuni oldini olish maqsadida. Oldini oldi. Qanchadir miqdorda oldini oldi. Va qanchadir miqdorda unga Sherzod Nasrullayev xalaqit berdi va katta miqdorda Abduvohid Ne'mat. Va Urugvay qarshi hujumda qanday kuchga ega ekanligini ko'rdik hozir. Bu tipdagi jamoalar bilan o'yinda har bir detal e'tiborga olinishi kerak. Hujumga juda berilib ketish ham jazolanishi mumkin. Torino darvozaboni yirik planda boya namoyish etildi. Israel Winder Franco Shomurodov yaxshi. Qo'pollik bor edi menimcha. Libosdan tortildi-yu deya e'tiroz bildiryapti Akmal Mazgavoy. Lekin malayziyalik hakam
e'tibor qaratmadi. Muhammad Izzu Fikri Kamaru Uzaman ekan. Hakamning to'liq ismi sharifi Kamaru Usmanga o'xshab ketar ekan. Kamaru Uzaman. Ne'matov. Muhammad Qodir Hamraliyev, Shomurodov o'tmadi to'p va urugvaylik futbolchilar uni maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Otabek Shukurov. Rustam Ashurmatov. Aniq pas va yon chiziqdan bugungi uchrashuv nominal mehmonlari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Urugvay himoyachilari teparoq chiqishga harakat qilishyapti va qarang uchun keng quloch yoyib hujumni boshlashyapti. O'z vaqtida ortga qaytgan Akmal Mazgavoy xavfni bartaraf etdi. Mana bu pas esa xato. Kuchaytirdi hujumni Urugvay. Oxirgi daqiqalarimiz biroz xavotirli o'tyapti. Qani himoyachilar birinchi to'p Hojakbar hal qildi, uzoqlashtirdi. Yaxshi o'yin. Lekin to'liqligicha hali xavf bartaraf etilgani yo'q. Yon chizgan to'p o'yinga kiritib beriladi. Bu ishni Sarrachi Celtic futbolchisi amalga oshirmoqchi. Sarrachi ortga. Urugvayda Urugvay mamlakatida tushdan oldingi 10-29 hozir vaqt, ya'ni vaqt tafovuti farqli urugvaylik futbolchilarga bu noqulaylik taqdim qilishi ham mumkin, chunki Janubiy Amerika mintaqasida o'ynaydigan futbolchilar ko'p terma jamoa tarkibida. Qaysidir ma'noda balkim kichik ustunlik taqdim qilar. Boshqa tomondan Urugvay ertaroq keldi Malayziyaga va Dominikan bilan o'yinni shu yerda o'tkazishga ulgurdi, g'alaba qozondi. Ya'ni adaptatsiya uchun vaqti ko'proq. Birinchi taym uchun qo'shib berilgan daqiqalarni ko'rdingiz. 2 daqiqa o'ynashadi jamoalar. Birinchi taym boshi 10 daqiqa Urugvayning faolligida o'tdi. Keyin taxminan keyingi 35-daqiqagacha O'zbekiston ustunlik bilan o'ynadi. 40-daqiqalarda Urugvay juda xavfli vaziyat yuzaga keltirdi va hozir Urugvay yana faollashdi. Mana shunday taxminan ssenariyda o'tdi birinchi bo'lim. Hozir esa yo'q, noaniq pas bizni hujum qilish imkoniyatidan mahrum qildi. Eng muhimi hozir Urugvayning qarshi hujumini to'xtatish. Bitta pas bilan maydon markazini kesib o'tishyapti raqiblarimiz. Mana endi chap qanotdan uzatma ichkariga va yaxshi Marbek Eshmurodov zonani yopdi. Abduvohiddan minnatdorchilik qabul qilib oldim. Himoya hozircha bitta epizoddan tashqari bexato o'ynayapti. Qo'shib berilgan 2 daqiqaning 1 daqiqasi o'tib bo'ldi va Urugvay hujum tashkil etyapti. Burchak zarbasi Juan Sanabria bu kornerni ijro etib beradi. Atletico San Luis futbolchisi jarima maydonchamiz ichiga bo'ydor urugvaylik futbolchilar yetib kelgan. Markaziy himoyachilar ham shu yerda ichkariga uzatma amalga oshirildi. Yaxshi, bu safar ham standart vaziyatda ishonchli o'ynayapti jamoamiz a'zolari. Erkinov, Majimmat Erkinov to'p qoldi. Biroz aldashga kirishdi shu yerda ham, lekin himoyada iloji boricha kamroq aldash kerak. Ammo baribir Erkinov raqiblarni xato qilishga majbur etdi. 15 sekund qolmoqda birinchi bo'lim tugashiga. Endi ko'rdingiz, mana taxminan jahon chempionati ishtirokchisi bo'lgan Janubiy Amerikaning kuchli jamoalaridan biri. Taxminan tengma-teng o'ynadik. Hech ham cho'chiydigan joyi yo'q. Bu avlod, bu tarkibimiz kuchlilar bilan o'ynashga ruhan, jismonan, kerak bo'lsa aqli ham yetadi. Endi hammasi faqat detallarga bog'liq.
tayyorgarlik 100% bo'lishi kerak. Hozir esa so'nggi sekundlarda imkoniyat Azg'aniyevdan pas, Eldor Shomurodovdan zarba, himoyachi ulgurdi to'pni to'xtatishga va shu payt to'xtab, o'yinning o'zi ham to'xtab qoldi. Yomon emas, mana bizda ham birinchi bo'lim oxirida golli vaziyat yuzaga keldi. 0-0. O'zgarishlar bo'lsa kerak ikkinchi taymda. Tempni saqlab qolishimiz kerak. Hech ham misol konkret yo'nalishlarni oladigan bo'lsak, himoya normal o'ynadi, hujumda faollik bor, faqat bizga aniq zarbalar yetishmayapti. Shuni to'g'rilashimiz kerak. Bu endi murabbiylarning vazifasi. Tanqis. Van Universal Motors biznesingiz uchun yaratilgan FAF yuk mashinalari. FAF uchun 3 yillik kafolat va butun mamlakat bo'ylab servis. Kelajagimiz uchun strategik sarmoya. FAF Trucks harakatda ishonchlilik. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Tog'a nimaga luchayam? Chunki sifatli va tejamkor. Fidabdan tabi nozik kombosa, Club Sandwich, limonad va sous 14% chegirmada 55 ming so'mdan. Kofta Jeramis haqiqiy turk koftelari, Iskandar kabob, pide va turli xil mazzalar makonidir. Muhitdan bahra olish uchun Kofta Jeramis oila restoranida mehmon bo'ling. Nega luchi? Chunki ko'zlar uchun zararsiz. Ha. Orzungizdagi hayot Domrobod City'da sizni kutmoqda. Majmua hududida shifoxona, bog'cha, maktab va universitet. Hayot uchun zarur barcha qulayliklar mavjud. Hayotingizni qulay qiling. Domrobod City'dan xonadon xarid qiling. Premier televizorlar bilan har lahzani yanada jonli his eting. Diskontdan siz Premier televizorlarni qulay va maxsus narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Qimmatga olma, diskontdan ol. Markaziy Osiyoda ilk bor. Magic Safari. Orzungizdagi hayot Domrobod City'da sizni kutmoqda. Majmua hududida shifoxona, bog'cha, maktab va universitet. Hayot uchun zarur barcha qulayliklar mavjud. Hayotingizni qulay qiling. Domrobod City'dan xonadon xarid qiling. Tog'a nimaga luchayam? Chunki sifatli va tejamkor. Premier televizorlar bilan har lahzani yanada jonli his eting. Diskontdan siz Premier televizorlarni qulay va maxsus narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Qimmatga olma, diskontdan ol. Kofta Jeramis haqiqiy turk koftelari, Iskandar kabob, pide va turli xil mazzalar makonidir. Muhitdan bahra olish uchun Kofta Jeramis oila restoranida mehmon bo'ling. Luchim muhim vaziyatlarda uyaltirib qo'ymaydi. Nega luchi? Chunki ko'zlar uchun zararsiz. Ha. Luchim muhim vaziyatlarda uyaltirib qo'ymaydi. Uzum karta bor, pul bor. 30 kunga 25 million so'mgacha foizlarsiz oling. Ro'yxatdan o'ting va limitingizni Uzum kartasiga o'tkazing. Uzum karta bor, pul bor. Nima yesang ham yorqin ta'm Pepsi bilan. Open Bank jismoniy va yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan yangi, qulay, mobil ilovani taqdim etadi. Tezkor pul o'tkazmalari, masofadan xizmat ko'rsatish hamda biznesingizni samarali boshqarish uchun turli xizmatlar. Open Bank, yangi avlod raqamli banki. Assalomu alaykum. Sizning bank kartangizda shubhali faollik aniqlandi. Zudlik bilan To'mboq gormoningizni aldamaydi, qorningizni aldaydi. Parvoz, adolatli narx. Bu dunyodagi eng tez hayvon. Bu eng tez samolyot. Bu esa azamat.
U Beeline internetidan foydalanadi. Juda tez! Open Signal versiyasi bo'yicha eng tez mobil internet. Beeline siz bilan. O'zbekiston Milliy banki taqdim etadi. Oltin omonat. Oltinga sarmoya kiritishning qulay va ishonchli usuli. So'nggi 5 yil ichida oltin narxi 95% ga, 10 yil ichida esa 165% ga qimmatlashgan. Oltin omonat bu AQSh dollari yoki yevroda jamg'arma saqlash o'rniga, ko'chmas mulkka sarmoya kiritish o'rniga, bolalar kelajagiga investitsiyalar. Oltin omonatni Milliy mobil ilovasida hamda bank ofislarida oching. Batafsil ma'lumot nbu.uz saytida. NBU doimo siz bilan birga. Flavis, trend yaratuvchi brend. Avalon. Birga bo'lishimizni xohlayman, lekin bu qimmatga tushyapti. Sen ham nimadir bersang edi. Ko'p narsa so'rayapmanmi? Payme Plus obunasi. Endi hammasi boshqacha. Ukam, sizni 3 kundan beri kutaman. Pulingiz bo'lsa, oling, bo'lmasa boshqa qotirmang. Menda boshqa xaridorlar bor. 1 minut. Biznes uchun pul topish minutli ish. Bankka bormasdan TBC kredit oling. Javobini 1 minutda beramiz. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Cappuccino bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Video tomosha qilishda o'zingizni cheklamang. Beeline UCLA versiyasi bo'yicha eng sifatli mobil video. Beeline siz bilan. Foydali odat, yarim uy. TBC omonat oching va istalgan maqsadlaringizga pulni yengil yig'ing. TBC omonat, foydali odat. Joziba. Flavis, trend yaratuvchi brend. Mobil internet bo'yicha yetakchi Ucell kompaniyasi mega aksiya joriy etadi. Hisobingizni 50 ming so'mdan boshlanuvchi miqdorga to'ldiring va zo'r sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Ucell mobil ilovasi orqali to'lov esa imkoniyatlaringizni 2 karra oshiradi. Sovrinlar uchun Ucellga sovrin bor! Salam Premium Cola. Salam Premium Cola. Open Bank jismoniy va yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan yangi, qulay mobil ilovani taqdim etadi. Tezkor pul o'tkazmalari, masofadan xizmat ko'rsatish hamda biznesingizni samarali boshqarish uchun turli xizmatlar. Open Bank, yangi avlod raqamli banki. Salam Premium Cola. Tanlangan. Salam Premium Cola. Nima yesang ham yorqin ta'm Pepsi bilan.
Video tomosha qilishda o'zingizni cheklamang. Beeline Ukla versiyasi bo'yicha eng sifatli mobil video. Beeline siz bilan. Piala Gold yangi shakldagi qadoqda. U ko'k choyning yangiligi, xushbo'yligi va ta'mini to'liq saqlab qoladi. Piala Gold haqiqiy choy shinavandalari uchun oltin standart. O'g'lim, yurak bu sening motoring. Unga kundalik parvarish kerak. Kardiomagnil yurakchilari bu avlodlar tanlovi. Kardiomagnilni muntazam qabul qilish tromboz va infarkt xavfini kamaytirishda yordam berishi mumkin. Kardiomagnil yurak uchun yengillik, hayot uchun vaqt. Tushlik tayyor. Xo'sh, bu yerda bizda nima bor? Go'sht. Unda bizga olmali dadak kerak bo'ladi. Nima uchun? Chunki uning tarkibida shirin mevalar bor. Va taomni foydaliroq qiladigan vitaminlar majmuasi bor. Dada bilan mazali taom yanada foydaliroq. Markaziy Osiyoda ilk bor. Magic Safari. Nega luchi? Chunki ko'zlar uchun zararsiz. Ha. Kofta Jeramis haqiqiy turk koftelari, Iskandar kabob, pide va turli xil mazzalar makonidir. Muhitdan bahra olish uchun Kofta Jeramis oila restoranida mehmon bo'ling. Orzungizdagi hayot Domrobod City'da sizni kutmoqda. Majmua hududida shifoxona, bog'cha, maktab va universitet, hayot uchun zarur barcha qulayliklar mavjud. Hayotingizni qulay qiling. Domrobod City'dan xonadon xarid qiling. Dekor kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak va bo'yoq mahsulot, a'lo sifatli barcha mahsulotlarni respublikamiz bo'ylab va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda yetkazib beradi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Premier televizorlar bilan har lahzani yanada jonli his eting. Diskontdan siz Premier televizorlarni qulay va maxsus narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Qimmatga olma, diskontdan ol. Qulay va shinam mehmonxona izlamoqdamisiz? Biz sizga Samarqand shahridagi Marokan Spa Hotel mehmonxonasini taklif etamiz. Mehmonxonada restoran, shinam xonalar, shuningdek tuzli xona, trenajyor zali, PlayStation, basseyn hamda bepul spa mavjud. Aeroport va shahar markaziga yaqinligi esa barchaga qulaylik yaratadi. Luchem muhim vaziyatlarda uyaltirib qo'ymaydi. Markaziy Osiyoda ilk bor. Magic Safari. Orzungizdagi hayot Domrobod City'da sizni kutmoqda. Majmua hududida shifoxona, bog'cha, maktab va universitet, hayot uchun zarur barcha qulayliklar mavjud. Hayotingizni qulay qiling. Domrobod City'dan xonadon xarid qiling. Tog'a nimaga luchem? Chunki sifatli va tejamkor. Bugun o'zingiz ko'proq unutirmagin. Travma olish mumkin emas. Nimaga? Impex bor-ku, jarohatlardan sug'urta qildirgan. Ha, mana shuncha oltin medal qayerdan? Meni sug'urtam yo'q, urushmayman. Sportdagi jarohatlar sizni xavotirga solmasin. Impex Insurance sportchilar sug'urta polislarini rasmiylashtirib, ortiqcha xarajatlardan yiroq bo'ling. Nega luchi? Chunki ko'zlar uchun zararsiz. Ha. Tog'a nimaga luchem? Chunki sifatli va tejamkor. Luchem muhim vaziyatlarda uyaltirib qo'ymaydi. Fidapdan aylanay kombosa, mini lavash, 400 mg Pepsi, mini kartoshka free va sous 23% chegirmada 40 ming so'mdan. Van Universal Motors. Biznesingiz uchun yaratilgan FAF yuk mashinalari. FAF uchun 3 yillik kafolat va butun mamlakat bo'ylab servis. Kelajagimiz uchun strategik sarmoya. FAF Trucks harakatda chiqarilgan. Ladies and gentlemen, let's welcome back the theme of
Davom etamiz. Malayziyada O'zbekiston va Urugvay milliy terma jamoalari o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishyapti. Xalqaro rasmiy o'yin, ya'ni o'rtoqlikning ham ikki xili bor. Nazorat uchrashuvlari bu FIFA reytinglarida aks etmaydigan uchrashuvlar hamda rasmiy o'rtoqlik uchrashuvlari bu ma'lum bir darajada reyting ochkolarini taqdim etadigan o'yinlar va bugungisi aynan rasmiy reyting taqdim etadigan uchrashuv hisoblanadi. Shuning uchun natija juda muhim emas deya olmaymiz. Urugvay terma jamoasida o'zgarish, Kevin Yohan Amarro maydonni tark etdi. Uning o'rniga 11-raqamda Ignacio Laquintana tushdi. Hujumchi almashganini ham aytib o'tish kerak. Bu nimani anglatadi? Marcelo Bielsani hujum chizig'idagi ishlar unchalik qoniqtirmagan bo'lishi mumkin. Bizda hozircha o'zgarishlar ko'rinmayapti, balki ko'rsatmagan bo'lishi ham mumkin rejissyor hali. Lekin mabodo o'zgarish bo'lsa, bu albatta qayd etiladi. Demak, o'zgarish yo'q. O'yin davom ettirildi. 0-0 hisobi. Birinchi bo'limdan keyin teng futbol ko'rdik. Asosan yakka kurashlardan iborat, pozitsiya uchun kurashdan iborat. Vaziyatlar kam, hujumda vaziyatlar kam. Urugvayda ozgina ko'proq bo'ldi hujumlar. Buni aytib o'tdik va yana bir bor takrorlab o'tamiz. O'zbekistonda zarbasiz asosan o'sha Hojimat Erkinovning faolligi, Eldor Shomurodov pressing qilishi natijasida yuzaga kelgan hujumlarni eslab o'tishimiz mumkin. Standartlardan esa foydalana olmadik. Mana hozir endi standart bizning jarima maydonchamizga kiraverishda yuzaga kelyapti. Futbolchilarimiz e'tiroz bildirishyapti. Lekin menimcha qaror o'zgartirilmaydi. Tayyor bo'lishimiz kerak. Bunga ham adashmasam VAR yo'q bu uchrashuvda. Chiqarilgan qarorlar o'zgartirilmasa kerak. Har holda qaydnomada, bizga taqdim etilgan qaydnomada VAR hamda AVAR yozib o'tilmagan. Hozir Muhammad Qodir Hamraliyev zarba berib yuborgan ekan. Raqib oyog'iga takroriy lavhada ko'rindi. Kevin Amarro o'rniga o'yinga qo'shilgan Ignacio Laquintana Braziliya chempionatida to'p suradi. O'tgan o'yinda Dominikan Respublikasiga qarshi vaqtda debyutini o'tkazganda, hozir esa standart zarba yo'llandi. Rikoshet natijasida to'p yo'nalishi o'zgardi, lekin himoyachilarimiz uni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishgan. To'g'ridan-to'g'ri zarbaga ham o'xshashib ketdi. Agar to'pning uchish dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana jarima maydonchasida Eldor Shomurodov turganida adashmasam dastlab unga tegdi, keyin yana bitta futbolchiga va oxiri Umar Eshmurodov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Hozir esa burchakdan to'p o'yinga kiritib berilyapti. Ikkinchi qavatda kurash yaxshi, yutib chiqdik. Lekini yo'q. To'pni egallab oldik. Yaxshi pas, keyingisi yetmay qoldi. Hojiakbar Alijonov Hojimat Erkinovning uzatmasidan so'ng to'pga yana Eldor pressing ostida qoldi. Unga qarshi qoida buzildi. Yana o'sha kayfiyat, xuddi birinchi taymdagidek, yana har bitta to'p uchun, har bitta qarich uchun kurash ketyapti. Ulguramizmi yo'qmi bilmadim. Tarkibni tanishtirishga harakat qilib ko'ramiz. Urugvay 12-raqamda Wimber Franco Israel, 2-chi Ignacio Santiago jamoa sardori, 3-raqamda Marshall Nicholas, 5-chi Martinez Emiliano. Tanish ismi sharif, lekin bu boshqa. Emiliano Martinez argentinalik darvozabon emas tabiiyki. Shukurov zarba yo'llanmoqda. Zarbamidi bu? Yoki uzatmaga harakat. Xullas noaniq, zarba bo'lsa ham, uzatma bo'lsa ham noaniq. 6-raqamda Pintos Marcelo Saracchi, 7-raqamda o'ynagan Amaro o'rnini Laquintana egalladi. 10-raqamda Salazar, Rodrigo Salazar, 13-chi Federico Viñas, 14-chi Jose Rodriguez, 18-raqamda Juan Sanabria va 21-raqamda Facundo Torres. Bosh murabbiy Marcelo Bielsa. Oq formada Urugvay. O'zbekiston terma jamoasi tarkibi: darvozamizda Vohid Ne'matov 12-chi, himoyachilar 3 nafar himoyachi. Hozir Urugvay hujum tashkil etdi. Keling, yaxshi uzoqlashtirdik. Rustam Ashurmatov 5-raqam ostida to'p suryapti. Umarbek Eshmurodov 15, Hojimat Erkinov vaziyat yuzaga kelishi mumkin O'zbekistonda. Eldor Shomurodov markazroqda ochildi. Chapda ham bir futbolchi o'zini taklif etgandi, lekin Hojimat Erkinov uzatma amalga oshirmadi. Umarbek Eshmurodov demak 15-chi, 2-raqamda Muhammad Qodir Hamraliyev.
Chap qanotda Sherzod Nasrullayev o'ynayapti. 13-raqamda o'ng qanotda Hoji Akbar Alijonov 3-raqam ostida. Tayanch zonasida Otabek Shukurov 7, 6-raqamda Akmal Mazgavoy. Hujumchi ortida Aziz G'aniyev tez-tez pozitsiyasini o'zgartiryapti. Aziz G'aniyev 10-raqamda va hujumchilar Hojimat Erkinov 20-chi, Eldor Shomurodov esa 14-raqam ostida to'p surmoqda. Jamoa sardori aynan Eldor Shomurodov, jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro. Mana ushbu uchrashuvni boshqarib borayotgan hakamlar mahalliy Malayziyadan Muhammad Izzo Fikri Kamaruzaman, bosh hakam unga qanotlarda Muhammad Farhan hamda Muhammad Saharuddin Ishaqlar yordam beryapti. Zaxira 4-hakami Muhammad Usaid Jamal. Va follar ko'payib ketdi ikkinchi bo'limda. Hamraliyev ko'proq taktik faol ishlatdi pozitsiyasiga qaytib olish uchun. Mana rostdan ham lekin ikkala tomonlama bundan tortish jarayonini ko'rdik. Va Urugvay ikkinchi bo'lim boshida to'pga egalik qilishga harakat qilmoqda. Noaniq uzatma, Abduvohid Ne'matov to'pni qabul qildi. Birinchi taymda Eldordan gap eshitib oldi, tezroq to'pni o'yinga kiritmagani uchun. Va baribir tez o'yinga kiritmayapti. Shoshmadi. Shoshmang. Endi bu yerda ikkita variant. Yoki Abduvohid Ne'matovning o'zi bunday qaror qilyapti yoki murabbiylar aytgan, shoshma, oldin kimdir ochilsin deb. Bilmadim. Nima sabab? Endi mayli, bu vaziyatda to'pni tez o'yinga kiritmasa ham muhimi gol o'tkazmasa bo'ldi. Hoji Akbar Alijonov to'p bilan yaxshi pas, o'ng qanotdan Azizjon G'aniyev yuqoriga uzatma, Hoji Akbar Hojimatga to'p yetib kelmadi. O'sha yerning o'zida kurashib ko'ramiz. Endi Urugvayda imkon kelishi mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Markaz sari uzatma, xavfli vaziyat. Juda ham erkin harakat qilishdi raqiblar va gol kiritib ketishmoqda. Afsuski, Torres, Facundo Torres, Palmeiras futbolchisi juda ham xotirjam o'ynashdi. Qarshi hujum tashkil etdi Urugvay. Bunday qarshi hujumlarni birinchi taymda ham ko'rdik bir nechtasini. Aniqroq bitta xavflisi aynan bizning hujumdan so'ng boshlangan edi. Bu signal bo'lishi kerak edi. Lekin ko'ryapmizki, ikkinchi bo'limda ham xuddi shunday qarshi hujumni o'tkazib yuboryapmiz. Ayniqsa qanotdan o'sha yorib o'tuvchi pasni qaytara olmadik. Biz shunday pas qilayotganda Urugvayliklar qaytarishyapti, lekin Urugvay shunday pas berayotganda biz qaytara olmadik. Bu ham bir o'ylab ko'radigan masala. Mana o'sha pas, mana hech kim qaytarmadi to'pni va u yog'iga keyin yumshoqqina uzatmadan so'ng tayyor golni urib ketyapti 21-raqamdagi Facundo Torres. Aslida hamma ishni 13-raqamdagi Federico Viñez amalga oshirib berdi, ya'ni assist bo'lganda ham shunday qulay paski, u yerda to'xtatishning ham keragi yo'q edi, faqatgina aniq tepish talab etilardi. Urugvay qarshi hujumda bizni tutib oldi. Mana shunday ta'rif bergan bo'ladi. Va mana shu hujum ishtirokchilaridan biri La Quintana Ignacio bo'ldi. Biroz avval o'yinga qo'shilgan futbolchi o'ng qanotdan tezlik bilan oldinga o'tdi, keyin o'sha markazda turgan Sherriga to'pni yetkazib berdi. Ya'ni o'zgarish samara berdi Urugvayda va yana bir hujum Janubiy Amerikaliklarda o'ngroqda ochilyapti. Yana La Quintana bu safar markaz sari to'p yetkazildi va bu safar himoyachilarimiz ishonchli o'ynashda yaxshi. Ashurmatov oldingi chiziqqa pas. Bu gol o'yinni ochib yuborishi ham mumkin. Har holda biz sal hujumda tempni oshirishga urinishimiz kerak. Hoji Akbar Alijonovdan Trivela pas. Shomurodov kurashda yutib chiqdi. O'ng qanotda Azizjon G'aniyev ochilyapti. Bu tomonda Erkin va mana bu yerda Nasrullayevga Shukurov to'pni aniq yetkazib berdi. Nasrullayev esa yuqoridan Eldor zarba! U darvozabon to'pni qaytaryapti. Mana bizning javob, mana golga reaksiya, lekin darvozabonning ham reaksiyasi kuchli ekan. Tan olib aytish kerak, Karima darvozabon Israel Italiya seriyasidan epizod ko'rdik. To'g'ri, hozir kundagi Eldor Turkiya chempionatida, lekin mana shu joyda Italiyadagi faoliyatini eslatib yubordi. Aniq maqsadli ravishda to'pni pastga qarab yo'naltirdi, lekin darvozabon fantastik seyv ijro etyapti. Nima ham derdik? Fabio Cannavaroga bu hujum yoqdi, zarba yoqdi. Va aynan gol bo'lganda hammamizga yoqardi, lekin yomon emas. Javob qaytardik har holda.
maqsadli ravishda o'sha yer bilan to'pni yerga yo'naltirganligi Shomurodov hozir esa imkoniyat yana bir bu safar himoyachilar uzoqlashtirdi. Aynan darvozabonlarni odatda chalg'itadi to'p yerga sakrab olgandan keyin, lekin Franko chalg'imadi. Eldor Shomurodov barchasini a'lo darajada bajargandi. Yon chiziqdan to'p o'yinga kiritib berilishi kerak. Hojiakbar Alijonov variant izlayapti. Akmal Mazgavoy o'zini taklif etdi. Mazgavoy qo'pollik va standart vaziyat. Mana endi yaxshi qulay nuqta. Ikkinchi qavatda yana Eldor Shomurodov katta sahnaga chiqishi mumkin. Mana shu joyda Husniddin Aliqulovning yo'qligi ham sezilyapti. Baribir bizning eng o'sha bosh bilan xavfli o'ynaydigan futbolchimiz. Hozir mana ham Raliyev borish kerak. Ishmurodov ham harakat qilib ko'rishi mumkin. Azjon G'aniyev esa ularni to'p bilan ta'minlaydi. Albatta Ashurmatov ham shu yerda to'p birinchi urinishda qaytarildi. Erkinov kurashga kirishdi, yana qarshi hujum yuzaga kelishi mumkin. Tezlik. Ashurmatov bu yerda Mazgavoy hamda Nasrullayev ta'qib qilishdi. Oxiri tezlikni har holda to'xtata olishdi. To'pni olib qo'yishmadi. Tezlik bartaraf etildi. Urugvayning tezkor yurishi. Va aynan qarshi hujumlarda Urugvay juda ham xavfli ekanligini ko'rdik. Mana shu o'yinning o'zida ikkita yaxshi qarshi hujum ko'rdik. Tezkor qarshi hujum ko'rdik. Janubiy Amerikaliklarda. Bu safar pozitsion hujum ko'ramiz. Ortga pas. Maydon markazida chiziqdan iborat terilib olishdi biznikilar. Hujumot yiqildi. Foul ishlatilgani yo'q deb hisobladi hakam. O'yin davom ettirilmoqda. Yuqoridan to'p tashlab berildi. Joyni to'g'ri egalladi Hamraliyev. O'ng qanotga pas. O'tib ketishning iloji bo'lmadi. Markaz orqali bu yerda ham urugvayliklar faollik ko'rsatishda. Alijonov, Trivella yana bir bor. Eldor Shomurodov qochib ketishi mumkin. To'pni to'xtatib oladimi va unga qarshi qo'l ishlatilmadimi bu yerda? Hakam indamayapti. Afsuski VAR yo'q, boya aytganimdek. Mabodo tepishgan bo'lsa ham endi bo'ldi. Fursat boy berildi. 57-daqiqa Urugvay shu o'yin aytganimdek o'yin sal ochildi. Urugvayning hujumi zarba bilan tugayapti. Xavfli zarba bilan tugayapti. Yana qushdak sadolari ham eshitildi. Nimadir bo'ldi shekilli bu yerda. To'p yo'nalishini o'zgartirdi ham. Ozgina noaniq. 13-raqamdagi Vinyasning faolligini aytib o'tish kerak. Zarbani aynan Vinyas yo'llaganda. Mana u Real Oviedo futbolchisi Federico Vinyas. Sherzod Nasrullayev yordam kutyapti. Va shu o'rinda zaxiramizni ham aytib ketay. Botir Ali Ergash, Vladimir Nazarov, Alibek Davronov, Jahongir O'rozov, Dilshod Saitov, Abdurauf Bo'riyev, Azbek Turg'unboyev, Ruslanbek Jiyanov, Jamshid Iskandarov, Oston Urunov, Husayn Norchayev, Igor Sergeyev. Agar mabodo Nasrullayev o'yin davom ettira olmaydigan bo'lsa, unda kimdir chap qanotga moslashishiga to'g'ri keladi. Chunki Sayfiyev yo'q. Bu uchrashuvda chap qanot himoyachisi Facundo Torres tomonidan kiritilgan gol takroran namoyish etib berildi. La Quintana o'ng qanotdan to'pni Vinyasga yetkazib bergan. Vinyas Facundo Torresga va Torres yakun yasagan epizod. Sherzod Nasrullayev o'yinni davom ettira olarmikan? Hozir burchak zarbasi, maydonda bir kishi kammiz. Urugvayda yana bir imkoniyat. Juan Sanabria to'p oldida. Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, zarba yo'llandi. Yana o'sha Federico Vinyas bu safar Hojiakbar Alijonov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Yana burchak zarbasi. Ichkariga uzatma amalga oshirilyapti. Eldor Shomurodov himoyaga yordamga kelib, to'pni uzoqlashtirdi biroz.
Lekin hali to'laligicha xavf bartaraf etilgani yo'q. 1 soatga yaqin o'ynab qo'yishdi jamoalar. Hisob hozircha 1-0. Va Urugvayning navbatdagi hujumi ehtiyot bo'lish kerak, imkoniyat bermaslik zarur. Zarba! 2-0. Ha. Bu safar Sanabria menimcha bo'lmaydi. O'tkazib yubordik. Kurashni boy berdik-da, Abdurashid. Kurash yelka-melka kurash boy berildi va o'sha qolganlar yordam berishga ulgurmay qolishdi. Qisqa fursat ichida ikkinchi golni ham o'tkazib yuborgan. Shu birinchi taym ancha pozitiv kayfiyat taqdim etgandi. Ikkinchi bo'limda negadir yo bizda pasayish, yo Urugvay kuchayib ketdi. Bitta o'zgarish evaziga. Endi albatta qo'shish nuqtai nazaridan o'yin borasida ham qo'shdi, plus zaxiradan tushgan futbolchi ish berdi. Mana kurash boy berildi va zona ochildi. Zarba zo'r chiqdi, gap yo'q, lekin mana bu yana o'sha Vinyas. Yana shu Vinyas qilib beryapti golni. Ikkinchi assist uning ijrosida. Va boyagi vaziyatda ham Sheriga ideal pas bergan edi. Hozir ham qanotda kurashni yutib chiqib, aniq to'pni tashlab beryapti. Mana ishlashimiz kerak bo'lgan nuqtalar ochib beryapti bizga Urugvay. O'zi shuning uchun ham kerak Urugvaydek jamoalar bilan o'yin. Marcelo Bielsa golni mana shunday qarshi oldi. Jahon chempionatida biz har qanday raqibga qarshi o'ynashga tayyor turishimiz kerak. Bunday katta o'yinlarda esa, katta jamoalarga qarshi o'yinlarda esa o'zimizni nozik tomonlarimizni, ojiz nuqtalarimizni ham bilib olamiz. Xatolarimizni ko'rsatib berish uchun mana shunday jamoalar kerak. Masalan, Kuvaytga qarshi o'yinda biz terma jamoamiz deyarli xatoni ko'rmagan. Ruslanbek Jiyanov maydonga tushdi. Kimning o'rniga? Mana Otabek Shukurov va Sherzod Nasrullayevlar zaxiraga olingan. Ruslanbek Jiyanov va Azizbek Turg'unboyevlar o'yinga qo'shildi. Eldor Shomurodov hujumda. Yaxshi uzatma, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Ortga biroz orqaroqqa to'p qoldirildi. Hojiakbar Alijonov o'z uslubida o'tdi. Yana Trivella, lekin to'p yo'qotildi. Mana shu joyda to'p qoldi Urugvayda. Turg'unboyev juda to'g'ri harakat qildi hozir Azizbek. O'zgarishlar, demak, Turg'unboyev chap qanotdan joy olyapti. O'zi bitta shu qanot qolgandi, Turg'unboyev o'ynamagan. Hamma pozitsiyada o'ynab ko'rdi. Bugun mana chap qanot himoyachisi sifatida debyut qiladi shekilli. Va darhol gollardan keyin o'zgarish amalga oshirildi. Fabio Cannavaroning reaksiyasi, murabbiylar shtabining qarori. Ko'ramiz, o'zini oqlarmikan. Va yana o'sha zonamiz. Endi bu yerda mana yana Turg'unboyevni ko'rishimiz mumkin. Ruslanbek Jiyanovning tushishi bu nimani anglatadi? Azizjon G'aniyev o'zining odatiy nuqtasi yarim himoya markaziga tushadi. Ruslan esa u qanot hujumchisi, uning uchun normal holat qanotda o'ynash. Aslida bu yerda pozitsiya bo'yicha o'zgarish bo'lmasa ham, lekin o'sha pozitsiyalarga mosroq futbolchilar, ya'ni futbolchi tushirildi. Yaxshi hujum, lekin noaniq uzatma. Eldor Shomurodov Hojimat Erkinovga to'pni yetkazib bermoqchi edi. O'zi umuman olganda bugun o'sha yomon o'ynamayotgandek, lekin realizatsiyada ham baribir daraja bilinadi. Ikkita xavfli vaziyat yuzaga keltirdik. Birinchi taymning so'nggi sekundlarida hamda ikkinchi bo'limda Eldor Shomurodov birinchi golga javob tariqasida bergan zarbasi, ikkalasidan ham foydalanmadik. Urugvay ikkita vaziyatdan foydalandi. Va mana hisob. Va Urugvay futbolchilari to'p bilan Jose Rodriguez markaz sari to'pni yetkazib beryapti. Bu yerda Dinamo Moskva
bo'lsa Niklas Marichal bor. Marichal, Emiliano Martinez, yana bir imkoniyat yuzaga kelishi mumkin Urugvayda. Chap qanotga to'p yetkazildi. Xavfli vaziyat, yaxshi. Ofsayd bor edi. Sherzod Nasrullayev, boya aytdim, o'sha mabodo jarohat olsa, o'rniga kimdir moslashishiga to'g'ri keladi deb va xayolimga ham kelmagan Azizbek Turg'unboyev bu yangilik bo'ldi. Balki Dilshod Saidov, endi bar qanot himoyachisi, faqat o'ng qanot himoyachisi moslashtirilsa kerak. Mana birinchi syurpriz. Bu tomondan olib qarasak, pozitsiya bo'yicha o'zgarish, lekin yarim himoyachi tushdi. Qiziq harakat, kuzatishda davom etaylik. O'yinga qanday ta'sir o'tkazadi? Abduvohid Ne'matov endi shoshish kerak. Abduvohid uka, endi yutqazyapmiz. Endi tezroq. Boyaku 0-0 ligida bemalol edi vaqtimiz. Ne'matov endi taklif ham bo'lishi kerak-da pas berish uchun. Kim bor? Bosim o'tkazishga harakat qilyapti Urugvay futbolchilari, uzoqlashtirdi Abduvohid Ne'matov. Oyoqda yaxshi o'ynaydi Ne'matov va aynan mana shu jihati uni Temur Kapadze tomonidan qadrlanishiga ko'proq sabab bo'lardi. Ya'ni chiziqda ham yaxshi, lekin oyoq bilan yaxshi o'ynay oladi. Parij Olimpiadasida ham aynan mana shu jihati alohida e'tirof etilgan. Noaniq uzatma urugvayliklarda va yon chiziqdan vakillarimiz to'pni o'yinga kiritib berishadi. Otabek Shukurov almashtirilganiga yana bir izoh berib ketishimiz kerak. O'sha jamoa yo'qligi paytida plus ozgina jarohat ham bor edi. Stoys formidamiz hozir yaxshi o'ynadi. Hamraliyev chiroyli fint ishlatdi, bo'sh hududga chiqib bordi. Uzatma ham yomon emas. Kombinatsiyaning boshlanishi Eldor Shomurodov, pas Akmal Mazgovoy tepish ham mumkin. Tepdi-yu, unchalik kuchli chiqmadi. Zarbasi himoyachi to'pni qaytardi. Shu yerda to'xtatish kerak, bo'lmasa boyigidek qarshi hujum. Bo'lmasa boyigidek qochib ketadi Urugvay. Yana bir markaz sari uzatma. Eshmurodov yaxshi o'ynadi bu safar. Biroz qaltisroq, lekin bir amalladiga. O'sha Oviedo vakili Federico Viñas juda ham muhim ahamiyat kasb etyapti. Mana bu o'yinda hozircha Urugvay qozonayotgan g'alabada. Ashurmatov. Yana Abduvohid Ne'matovga to'p qaytariladi. Anvarbek. Hojiakbar Alijonov deyarli o'sha o'ng qanot yarim himoyachisiga aylandi va mana hozir u harakat qilib ko'rishi mumkin. Bu hujumga o'tishga juda kuchli deb ko'rsatyapti. Umar Eshmurodov edi adashmasam, bu pas muallifi. Umarda ham bor o'sha long ball, lekin bu safar ishlata olmadi. Biroz noaniq. Urugvay tempni endi ko'tarmasdan me'yorida o'ynashga harakat qilyapti. Ortga uzatdi. To'pni nazorat qilyapti Urugvay. Shunisi ham bor. Birinchi goldan keyin o'sha darhol javob qaytarishga harakat qildik-ku. Vaziyat yaratdik. Keyin ikkinchi gol ortiqchalik qildimi, qandaydir kayfiyatga ham ta'sir qilgandek tuyulyapti. Lekin hali vaqt bor. Bo'ldi, ko'rganmiz. 5 daqiqa ichida, 3 daqiqa ichida amalga oshirilgan kambeklarni, ikkita to'p farqini yo'qqa chiqarish mumkin. Qolaversa, o'sha oxirgi paytlar ko'p ishlatiladigan kambekiston. Shu kerak bo'lyapti hozir. Kimdir hozir mana maydonning o'zida sheriklariga faollashishni aytib o'tyapti. Ne'matovga ham o'xshatdim ovozini. Balki boshqa futbolchi, balki Eldor. Santiago Bueno, Niklas Marichal,
Marichal chap qanotga to'pni yetkazib beryapti. Alijonov yopish kerak zonani. Yana o'tib ketyapti urugvayliklar. Ichkariga uzatma Eshmurodov yaxshi. Hojiakbar Alijonovni ortidan ta'qib etyapti bir futbolchi va oldingi chiziqqa uzatmay amalga oshiryapti. Hojimat Erkinov. To'p sal uzoqlashib ketdi. Va yo'nalishni yopib ham qo'yishdi. Urugvaylik himoyachilar darhol ortga qaytib, hozir Erkinov oyog'ini ushlab to'xtab qoldi. Xavotirga solib odamni. Mazgavoy. Roqda bu yerda Ruslanbek Jiyanovning uzatmasi va Turg'unboyev. Mana shu joy Turg'unboyevning joyi. Ya'ni hujumga yaqin. Nasrullayev oyog'i nariga oyog'i menimcha bog'langan bo'lishi kerak. Buni ko'ra olmaymiz. Fabio Cannavaro, Jamshid Iskandarov ham namoyish etilyapti. O'yinni keskin o'zgartirib borishi mumkin bo'lgan futbolchilardan biri. Hozir esa hujum Eldor Shomurodov. Ortga Iskandarov ham tushib qolishi mumkin, ha? Davronniki. Albatta, u bitta pas bilan hujumchilarni qulay vaziyatga chiqarib yuborishi mumkin. Bu jihatidan foydalanishimiz mumkin. To'rtta futbolchimiz bir vaqtning o'zida urugvaylikdan to'pni olib qo'yishga harakat qildi va erishdi ham. Jiyanov o'girilib oldi. Qarshisida bo'sh hudud. Shomurodov bilan o'ynadi. Eldor markazga Hojimat Erkinov zarba yo'lladi. Offside. Afsuski. Hojimat teskari turib qoldi-da, burilib turib tepguncha energiyasi kuchi yetmay qoldi. Bitta golni urib olsak ham ancha o'yin kartinasi o'zgarib ketardi. Hojiakbarda ham bor edi offside, Ruslanda ham bor. Shukurovning oyog'i ham bog'langan. Nasrullayevning oyog'i ham bog'langan. Ikkalasida ham jarohat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Umid qilamizki, jiddiy emas. 72-daqiqa, hali vaqt bor. 19 daqiqadan biroz ko'proq. Hakam ham albatta to'xtalishlarni kompensatsiya qiladi. Bu paytda esa Urugvay to'p bilan Marichal, Marcelo Saracchi chapga uzatma, jarima maydonchasi markazida yana o'sha Vinyas bor. Tanasi bilan yaxshi nazorat qilar ekan, Federico Vinyas to'pni. Oyog'i bilan ham. Futbolchilarimizni yaqinlashtirmayapti, tanasi bilan to'sib. Bizning foydamizga, ha, qo'pollik ishlatildi Jiyanovga nisbatan. Jiyanov yaxshi kirishdi o'yinga. Har holda to'p so'rayapti, qabul qilgach o'yinni tezlashtirishga harakat qilyapti. Oyog'iga tepdi lekin urugvaylik himoyachi. Mana bu ikkinchi epizodda. Yaxshi. O'zi startdayoq eslagandingiz, Janubiy Amerikaliklarga xos keskinlik bilan o'ynaydi Urugvayda. Hozir Akmal Mazgavoy o'tdi, yaxshi. Chaproqda o'zini taklif etadigan futbolchi bormi? Bor. Turg'unboyev. Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat. Darvozabon to'pni egallab oldi. Alijonovdan zarba. Qiynaldi Alijonov, himoyachi bosimi ostida kuchli zarba bera olmadi bu vaziyatda. Turg'unboyev esa yaxshi o'ynadi. Xuddi boyan Nasrullayev uzatganidek o'xshash uzatmalar, o'xshash uslubdagi hujumlar ikkita. Hattoki oyog'i bilan tepgan. Boshi bilan pas berdi. Oyog'iga pas berib, oyog'i bilan tepdi. Bosimni biroz kuchaytirdik oxirgi daqiqalarda. Yoki Urugvay biroz pastlatdi o'yin tempini. Franco Frankoga bosim uyushtirish kerak. Eldor Shomurodov biroz oldinroqqa chiqyapti vakillarimiz. Lekin Urugvay buning natijasida bo'shliqqa ega bo'lib oldi. 5 nafar Urugvay futbolchisi oldinga qarab o'tyapti, yaxshi.
Himoyada bir amallab to'pni qaytardi-ku, lekin to'laligicha emas. Maydon markazida yana Janubiy Amerikaliklar to'pni egallab navbatdagi hujumni rivojlantirishyapti. Alijonov bermaydi. Va Hojimat Erkinov to'pni qabul qilib oldi. O'ng qanot orqali oldinga borish imkoniyati bor. Qidiryapti, sheriklari ochildimi, yo'qmi? Va mana shu nigohni markazga qaratgan zahoti himoyachi to'pni olib qo'yyapti. Afsuski, ikkita o'zgarish bo'ladi bizda. Ikkita futbolchi tayyorgarlik ko'ryapti. Boya Tug'unboyev uchun yangi pozitsiya dedim. Eng qizig'i o'sha yerda ham o'ynadi-yu bu mavsum. Chap qanot himoyasida ham o'ynadi u. Paxtakor tarkibida ham qolmabdi o'z darvozadan boshqa. Yana bitta jarohat. Hojimat Erkinov boya o'zi aytdingiz-ku, payqadingiz, oyog'ini negadir boshqacha jarohat olgandek tuyapti dedingiz. Shu menimcha o'zini sezdirdi-yu. Husayn Norchayev yana bitta hujumchi tushmoqda. Shuningdek, Abdurov Bo'riyev maydon markaziga Azizjon G'aniyevning o'rniga, Norchayev esa Hojimat Erkinovning o'rnini egallaydi. Bu yerda aniq pozitsiya bo'yicha o'zgarishlar deyishimiz mumkin. O'zi chiqib ketyapti Hojimat. Demak, juda jiddiy bo'lmasligi kerak. Jarohati Husayn Norchayev, Abdurov Bo'riyev. Norchayev o'zi markaziy hujumchi. Endi bu yerda Eldor bilan ular qanday joylashadi, shu qiziq. Ko'proq Eldor qanotga o'tsa kerak deb o'ylayapman, chunki unda amaliyot ko'proq qanotda o'ynab turib hujumni qo'llab-quvvatlashga, qolaversa tezlashish borasida endi tushgan Norchayevda balki imkoniyat ko'proq bo'lar. Ko'ramiz, Cannavaro qanday qaror qabul qiladi. Ungacha esa bizning o'tkazib yuborgan golimiz. Hamraliyev chalg'idi, aniqrog'i raqibi chalg'itdi. Keskin o'ynash. Mana bu yerda ham, mana ikkinchi golda ham Hamraliyev ekan. Endi bu yerda harakat qildi. Bu yerda sal keskinroq o'ynaganda penalti bo'lishi ham mumkin edi. Endi yosh himoyachi uchun bu ham bir tajriba bu. Hamma qarang. Kimni tabriklaydi? Gol muallifi qolib, hamma Vinyesni tabriklayapti, chunki u ikkala golni yuzaga keltirdi. Sanabria esa nuqta qo'ydi hujumga. O'yinga emas. O'yin hali davom etadi. Senyor Cannavaro chora qidiryapti. Bir tomondan ko'rib oladi bugun. Nimalar ustida ishlash kerak? Bir oydan keyin keyingi yig'in. Va u yerda ham katta ehtimol bilan jahon chempionati ishtirokchilari bo'lgan terma jamoalari o'ynashi kutilyapti. Shuning uchun bir oy Cannavaroga jamoani kuchaytirish uchun taqdim etiladi. Franco to'g'ri-to'g'ri hujumchisiga to'pni yetkazib berdi. Xavfli vaziyat, zarba yo'llandi. Umar Eshmurodov to'pni qaytardi, to'g'ri, ammo himoyachi, ya'ni ortidan kelayotgan hujumchiga tashlab berdi zarba uchun. Xavfli vaziyatlar ko'p sodir bo'lyapti darvozamiz oldida. Yaxshiyamki mana bunisi aniq bormadi. Yo'qsa oson kechmasdi bu zarbani qaytarish. Qolaversa Abduvohid Ne'matov biroz oldinroqqa chiqib ketganligini ham ko'rdik takroriy lavhada. Facundo Torres, Palmeiras klubi hujumchisi harakat qildi. Bizdan pressing, Norchayev ishga kirishdi. Va ish berdi bu pressing. Abdurov Bo'riyev out tashlashga tayyor. Hojiakbarga tashlab ketdi to'pni, chunki u uzoqroqqa ota oladi Hojiakbar. Uzoqqa otishga to'g'ri kelmadi. Hujum bizdan. Yaxshi o'ylagandi Jiyanov, lekin biroz kuchliroq chiqdi uzatma. O'zi zarba bersa ham bo'lardi-yu, himoyachilar ham yopayotgandi yo'nalishni. Franco.
Futbol bo'yicha o'tkazilgan jahon chempionati, ilk jahon chempionati vatani, ilk jahon chempioni, 2 karra jahon chempioni. Janubiy Amerikada, hatto Braziliyadan ko'proq Copa Amerika sovrinini qo'lga kiritgan raqibga qarshi o'yin o'tkazyapmiz. Urugvay. Bunday raqiblar muammolarimizni ko'rsatib beradi. Bu biz uchun foyda, chunki hali bu rasmiy o'yin emas, garchi ahamiyatli bo'lsa ham jahon chempionatiga qadar sayqallanib borishimiz kerak. Va agar o'sha ba'zi manbalarga ko'ra Dubay yig'ini o'xshasa, Misrga qarshi keyingi oy o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazishimiz mumkin ekan. Muhammad Salah boshchiligidagi Misr terma jamoasiga hali bu tasdig'ini topgani yo'q, Davron aka. Bu hali rasman e'lon qilingani yo'q, shuning uchun biz ham ishonch bilan ayta olmaymiz. Urugvay esa hujum tashkil etmoqda. Yana o'sha qanotdan uzatma va yana bizning darvozamiz oldida golli vaziyat yuzaga kelyapti. Mana shu qanotdan uzatmalarni kimdir bloklashi kerak. Shu joyda baribir bilinyapti. O'sha Nasrullayev chiqib ketgani, Sayfiyev yo'qligi, Ibrohim Qalil Yo'ldoshev ham masalan shu qanotni yopib berishi mumkin. O'tirmay qo'ydi Bielsa. Yana bir burchak zarbasi 81-daqiqa o'tib boryapti. Urugvayda imkoniyat, jarima bunchasi tomon to'p yetkazildi. Xavfli vaziyat, zarba yaxshi ham noaniq. Yaqin masofada ham noaniq zarba yo'lladi hozir Urugvay vakili. Yo'qsa 3-golni qabul qilib olishimiz mumkin edi. Himoyachilarimiz bu safar ham o'tkazib yuborishdi. Mana endi Husniddin Aliqulovning yo'qligi sezilyapti. Abduqodir Husanov yo'q. Santiago Inacio edi. Zarba muallifi jamoa sardori Marcelo Bielsani jahlini chiqardi. Biroz charchoq alomatlari ham sezilyapti, chunki iqlim sharoiti biz uchun futbol o'ynash uchun ideal emas. Har ikki jamoada ham charchoq bor menimcha. Issiq, namlik yuqori. Malayziyada Urugvay ikkita xavfli qarshi hujum tashkil etdi. Ikkinchi golni pozitsion hujumdan urgan bo'lsa, ikkita golli vaziyat aynan qarshi hujumda. Mana bu bir. Ikkinchidan o'sha qanotdan uzatmalarni bloklash. Uchinchidan jarima maydonchasi markazida birinchi to'p uchun kurash. Mana shu jihatlar bo'yicha bilamanki kamchiliklar kuzatildi bugun. Plus hujumda zarba kamligi. Hozir Eldor chiroyli fint ishlatdi, yaxshi pas berdi. Kombinatsiyaning davomi ham bor. Norchayev o'tdi, darvoza bo'sh va gol va nihoyat oradagi farq qisqardi. Ruslanbek Jiyanov Kambekiston ishga kirishdi. Vaqt bor. Vaqt bor hali, hisob 1-2. Darvoqe var ham yo'q, o'yin tashqari holat demak qayd etilmaydi. Mabodo agar o'sha birinchi Shomurodov uzatma amalga oshirgan paytda ofsayd bo'lgan bo'lsa ham, menimcha yo'q edi ham-ku. Mana ko'raylik. Xo'p, yo'q ofsayd menimcha. Norchayev bu yerda raqib yordamida aldab o'tdi darvozabonni va u yog'iga ham Jiyanov kerakli payt, kerakli nuqtada paydo bo'ldi. Hisob yaxshi. Gol urdik muhimi, mayli. Va hozir bu ruhiy ustunlik ham beradi. 2-0 da biroz o'sha charchoq bilan birgalikda kayfiyatsizlik ham sezilayotgandek tuyulayotgan. Ikkinchi golga endi futbolchilarimiz harakat qiladi. Bu yog'iga motivatsiya ko'proq va ko'ramiz. Hali vaqt yetarli. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rgatib qo'ygan muxlislarni kambeklarga 84-daqiqa. Ruslanbek Jiyanov bizda ham o'zgarish o'z nafini berdi. Norchayev. Yana bitta o'zgarish. Igor Sergeyev maydonda sardorlik bog'ichi bilan bu degani Eldor Shomurodovning o'rniga tushgan. Darvoqe hujumning boshlanishida Eldor katta rol o'ynadi. Bitta himoyachini aldab, bo'sh zonaga pas berdi va o'sha tezkor pas natijasida biz himoyachilarni shoshirib qo'ydik. Dilshod Saidov ham tushdi maydonga.
Bu yerda Hojiakbar Alijonovning o'rniga tushgan ekan. Qarang, hujumchi o'rniga hujumchi, himoyachi o'rniga himoyachi, o'ng qanotda bu yerda ham pozitsion o'zgarishlar. Muxlislar ham gol so'rashyapti. 2-2 ga harakat boshlandi. Long ball. Yana Muhammad Qodir Hamraliyevda ko'p ko'ryapmiz. Uzoq masofaga to'pni yetkazib berilishini. Qo'pollik ishlatildi. Standart vaziyat, masofa uzoqroq. Igor Sergeyevning bir odati bor. 1-2 bo'lib turganda tushib 2-2 qilib ketadi. Sayn Norchayev yaxshi uzatma. Jarima maydonchasi ichida endi Igor Sergeyev bor. Ikkinchi qavatda zo'r o'ynaydi u. Muhammad Qodir Hamraliyev, Norchayev, Ruslanbek Jiyanov. To'p yo'qotildi, lekin qarshi hujumlardan ehtiyot bo'lishimiz zarur. Juda ham qarshi hujumlar Urugvayning bizga juda katta muammo olib kelyapti. To'xtataylik shu yerning o'zida, mayli sal yelka bilan. Ana. Buyurtma. Ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi, bir amalladik. Yo'q hali. Ana endi amalladi. Igor pressing jarayonida qatnashyapti. Iloji yo'q. Lekin mana bu yerda kutib olish degan narsa kuzatilmadi. Igor pressingda qatnashyapti desangiz, men gegen pressing bor-ku. Yangi termin bormikan deb keyin anglab qoldim. Igor pressing. Yo'lga qo'ysak bo'ladi biz ham. Igor pressing bilan. Faqat Germaniyadan chiqaveradimi yangisi? Yoki Ispaniya yoki Niderlandiya. Ne'matov. Ortga yana Abduvohid Ne'matovga to'p yetkazildi. Urugvay bilan birinchi golimiz. Shu golda 3-o'yinda nihoyat gol urdik. 3-o'yinda ikkinchi golni ham urishga harakat qilyapmiz. Jiyanov, Sergeyev, yana Ruslanbek Jiyanov, Igor Sergeyev. To'pni saqlab turibmiz. Chapga uzatma Abdurauf G'oriyev. Qarama-qarshi qanotda varianti bor. Aynan shu qanotga ko'chirildi hujum. Hamraliyev yuqoridan pas hammadan o'tyapti. Sergeyevdan ofsayd bor ekan. Bo'lishi mumkin, mayli. Bu vaziyatda qarshiligimiz yo'q, chunki boyagi vaziyatda to'g'ri qaror chiqarishdi. Rozimiz. Qo'sha oldiga o'yinga. Goldan keyin biroz kuchaytirdik. Ya'ni umid ham paydo bo'ldi. Bu esa boya. Rostdan ofsayd bor ekan. Ofsayd bo'lmagan taqdirda ham zarba ham noaniq chiqqanda Fonseca o'yinga qo'shiladi. U gol muallifi Facundo Torres o'rniga o'yinni davom ettiradi. Jahon chempioni bo'lgan terma jamoaga birinchi marta gol urgan futbolchi Ruslanbek Jiyanov bo'ldi. Bu boshlanishi do'stlar. Ikkinchisi kim bo'ladi? Torres chiqib ketdi. Nicholas Fonseca yarim himoyachi, Torres hujumchi. Hozir hujumchi o'rniga yarim himoyachini o'yinga tashlayapti. Marcelo Bielsa biroz himoyaga, ya'ni mudofaaga urug'ini kuchaytiradi menimcha Urugvay ham. Bizda esa hujum, jarima maydonchasi tomon pas, xavfli vaziyat, yaxshi imkoniyat yuzaga kelishi mumkin. Biroz sarosima yuzaga kelyapti Urugvay himoyasida ham. Bizda hujum davom etadi. Imkoniyat Akmal Mazgovoy zarbagacha yetib bormadi. Juda ham zich joylashgan himoyachilar raqiblarda va mana shu zich himoyani yorib o'tish hozircha muammo bo'lyapti. Urugvay bir necha bor jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarbalar berdi. Bizda shu narsa yo'q. Tepaylik uzoqlardan ham kirish qiyin bo'lyapti. Urugvay himoyaga ko'proq kuch tashlayapti. Yana bitta ofsayd, yana Igor Sergeyev oldiroqqa chiqib ketdi. Endi
chiziqda o'ynayapti Sergeyev. Oldinga chiqarilgan. Urugvay esa sun'iy ofsaydni yuzaga keltiryapti. Uzoq masofadan ham tepa oladigan futbolchilarimiz bor-ku. Nega tepmayapmiz? Bir harakat qilib ko'raylik. G'aniyev chiqib ketdi to'g'ri, lekin boshqa aziz bor, Turg'unboyev, lekin unga sal noqulay bo'lishi mumkin. Hozirgi o'ynayotgan pozitsiyasidan tepish. Lekin goldan keyin biroz o'sha hujumga yaqinroq o'ynashni boshladi Turg'unboyev. 90-daqiqa. Vaqt kam. Qo'shsa bir 4 daqiqa qo'shishi mumkin hakam. Mourinho Gonzalez. Yo'q, u 14-raqam. Mourinho Gonzalez o'yinga qo'shilmabdi demak. Bu o'tgan uchrashuvda debyut qilganda Villarreal futbolchisi Realga qarshi o'yinda qizil kartochka olgan futbolchi Urugvay safida bugun zaxirada qoldirildi. 14-raqamni ko'rib, Mourinho mikan deb o'ylabman. Yo'q, u 4-raqamda edi. To'p nazoratini qo'lga olyapti oxirgi daqiqalarda, shunga intilyapti Urugvay. Eng yaxshi himoya hujum degan aqidaga amal qilmoqchi. Urugvay hisobdan kelib chiqib o'ynayapti. O'sha 0-2 da ham, 1-2 da ham xuddi shunday o'ynayapti. Hali bu ana o'sha 4 daqiqa. Hali bu Marcelo Bielsa jahon chempionatida ham ancha muncha terma jamoaga bosh og'rig'i bo'ladi. O'zini taktik futboli bilan bizni ham qiynadi ozgina. Shu oxirgi daqiqalarni bitta ozgina risk bilan oldinga borib va bank harakat qilib ko'raylik, tavakkal. Buni yo'qotamiz. Oson emas, tushunamiz. Baribir klass yuqori, oddiy xatolar kam, deyarli yo'q. Masalan, jarim maydonchasi ichida o'ta bexato o'ynayapti Urugvay. Yaxshi, to'pni egalladik. 91-daqiqa. Endi bu yog'iga har bir to'pning yo'qotilishi qimmatli vaqtni boy berilishiga teng. Shu sababli ham har bir to'p uchun, maydonning har bir qarich yeri uchun kurash olib borishimiz zarur. Eshmurodov bosim o'tkazyapti Urugvay. Umarbek Eshmurodov yaxshi chiqib ketdik. Abdurauf Bo'riyev. Variantlar bor. Qo'ng'iroqda ham Husayn Norchayev. Asmada bu. Menimcha Trivela uslubida pas bermoqchi bo'ldi Norchayev. Shunga o'xsham. Cannavaro maydon chetida baqirib ko'rsatmalar beryapti. Tarjimasi ham bor. Ammo Urugvay yaxshi. Turg'unboyev tushgandan keyin lekin ushladi shu zonani. Eshmurodov. Marcelo Bielsa ham, Fabio Cannavaro ham futbolchilik davrida himoyachi bo'lgan. Fabio Cannavaro dunyoning eng zo'r himoyachisi bo'lgan. O'z davrida dunyoning eng zo'r futbolchisi ham bo'lgan o'z davrida. Offside. Uzoq masofaga uzatma qilish mumkin, kombinatsion o'yin bilan kirib borish mumkin. Shu payt afsuski Rustam Ashurmatovning oyog'i tortib qoldi. Yo'q, o'rnidan turdi, jangchi oxirigacha o'ynaydi. Ne'matov 1,5 daqiqa qoldi bizda. Hisobni tenglashtirish uchun. Vaqt juda ham kam qolyapti. Akmal Mazgavoy. Shoshilishimiz zarur. Turg'unboyev to'p yo'qotildi afsuski. Endi esa Urugvayda vaqtdan yutishga bo'lgan harakatlarni ko'rishimiz mumkin. Ortga darvozabonga to'pni qaytarsa ham ajablanmayman. Yaxshi, mana bu 5-raqamdagi Emiliano Martinez adashiga o'xshagan xarakterga ega emas ekan. Hozir yaxshi bosim o'tkazdik. Darvozabon Franko uzoqlashtirdi to'pni. Va bu yog'iga endi juda kam vaqt qoldi.
Urugvay esa hujum tashkil etyapti. Offside. Endi to'g'ridan to'g'ri raqib jarima maydonchasi tomon uzatmani amalga oshirishimiz mumkin. Long ball bor edi o'yindan tashqari holat. Eng so'nggi hujumimiz bo'lishi mumkin. Tashkil eta olamizmi shu hujum? O'nroqqa uzatma. Hujum chizig'i tomon pas. Xavfli vaziyat, bosim kerak. Imkoniyat. Wow! Yana Ruslanbek Jiyanov gol urish imkoniyatiga ega bo'ldi. Himoyachi xatoga yo'l qo'ygandek tuyuldi, ammo bo'ldi, ulgurmadik. 1-2 yaxshi